Uyghur yazğıcısı Farhat Cilanның Büyük Tilshunos Mahmud Qashqari nomli əsəri. Bu əsər Beliqut şirkətində avazga elinib, Beliqut to'rida anlatıldı. Haqaniya o'g'illi at ustida bo'lib, at ustida o'zidi. Ulug' olim tilshunos Mahmud Qashqari milodiya 1020-yil bilan 1030-yil oralig'ida Qashqarda dunyoga kelgan. O, ayni davrdagi Qashqarni markaz qilgan Qaraxoniylar sulolasining xon jamiyatiga mansub bo'lib, Boğusi Muhammed Bug'raxon o'rinbosar Xoqon bo'lgan. Otasi Husayn Ilixon hozirgi Qirg'izistondagi Issiqko'l bo'yiga joylashgan Barisxon shahrining hokimi bo'lgan edi. Onasi Bubi Robiya garchi oddiy bog'vanning qizi bo'lsa-mu, yaxshi tarbiyalangan, ko'p o'qigan, aqlli, huquqmushliq ayol edi. Mahmud kichikdilla Boğusi Muhammed Bug'raxonning oldida tarbiyalanib o'sgan edi. Bug'raxon bu navrisini bakmi yaxshi ko'rardi. Shunga hatto ta'til chaqlardimi Mahmudni o'z ota-onasini ko'rib kelish uchun Barisxon shahriga avatishga ko'zi qiymaydi. Mahmudni ko'rgisi kelsa, ular o'zlari Opalga kelsin. Mahmud xonliq madrasada yetib o'qiyotqachqa, men uni tuzukroq yenimda turg'iza olmayapman, deydi Bug'raxon. Barliq madrasalarda o'rin vaqtidan boshlab kuzlik yig'im oyoqlashguncha taliblar ta'tilga qo'yib beriladi. Hozir toza shaptuq pishgan mazgil bo'lib, madrasalarda texi o'qish boshlanmagan edi. Mahmud Opal qapug'ida turib Halbuki Bug'raxon pul vaqtlarda uni o'z yanida tutib qololmaydi. Mahmud har kuni degidek atdiganda bir necha kitobni ko'k shoir romanga yuyib, xos quli turumtayni agashtirib, qapug'idan chiqib ketadi. Bug'raxon uning qayerga boradiganligini biladi albatta. Sochiya madrasasining bosh mudarrisi Husayn ibn Xalqning Opalda, ya'ni Bug'raxon qapug'idan ancha yiroq bo'lmagan kanatda bir cho'ng mevelik beg'i bor bo'lib, u har yozda ta'til kunlarini o'z oilasi bilan shu bog'da o'tkazadi. Bug'raxonning navrisi Mahmud ana shu muhtaram ustozning uyiga kunda bir berib kelmasa, ko'ngli tinmaydi. Bug'raxonning baya qul yigitni ko'rib, mudarrisning uyiga bordingmi deb so'rashi ana shu sababdan edi. Mahmud hozir qayerda? Yana so'radi Bug'raxon qul yigitdan. O'zining o'jirisida chaqirib qo'yaymi? Beliqut gazinasi. Yo'q, o'zim boray. Dedi Bug'raxon va orqaga burilib maqdi. Mahmud o'z hujrasida butun xoniga bir keltirib silingan odun nusxasidagi rangdor gilam ustida chazani qurib o'ltirib, oldidagi naqshli shiraga qo'yilgan seriq xurum muqobiliq qalin kitobni o'qiyotdi. Eshikning o'dilidagi tomni yoqilab qo'yilgan ikki javanga va Mahmudning orqa tarafidagi tomning tagchilariga har xil cho'nglik kitoblar, kamay qilib yo'yilgan qo'l yozmalar va odunning dasta-dasta sifatlik seriq qog'ozlari tizilgan edi. Mahmud kitobga butun zehni bilan berilib ketgachga buvisining kirganligini va eshik oldida to'xtab o'ziga qarab turganligini sezmay qoldi. Muhammed Bug'raxon oq shoyi ko'nglak ustidan yeshil maxmal paranji kiygan bu taqir bosh yosh talibga uzoqqa qarab turavermasdan xona ichiga qadam tashladi. Mahmud shundala kitobdan beshini ko'tarib buvisini ko'rdi. U darhol o'rnidan turib Bug'raxonning oldiga keldi va so'l putiga tizlandi-da, o'ng qo'lini ko'ksiga qo'yib beshini aytdi. "Bo'lsin xon buva. Bo'lsin bolam, o'ltirgin." Muhammed Bug'raxon oldi bilan shiraning yeniga kelib o'ltirdi. Ondan Mahmudmi o'zining burunqi joyiga yukindi. "Qaysi kitobni o'qiyotsan, o'g'lim?" deb so'radi Bug'raxon. "Abu Said Abdulrahmon bin Muhammad al-Idorisi yozgan Samarqand tarixi" deb javob berdi. Mahmud da orqadan yana qo'shib qo'ydi. "Siz bergan 6 yayloq degan kitobni tunugun o'qib bo'lgan edim. Bugun bu kitobni boshladim."
Mudarris Hüseyin İbni Xalfatning aytishicha, dedi Bug'raxon, sizlar hozir zamon go'harlari degan arab she'rlar to'plamini o'qib yetibsizlar-ku. Men-ku arab tili qancha pishiq emas. Ishqilib bu to'plamdagi she'rlarni o'rganish taliblar uchun xeyli qiyinga to'xtaydi. Uning ustiga hozir sizlarga o'tilayotgan riyoziyot va falakiyot bilimlarining bu xeyli jini bor. Madrasani tamomlash oldi turg'uningda boshqa kitoblarni o'qiyman deb darslarga ta'sir yetkazib qo'ymag'in yana. Rostini aytsam, dedi Mahmud boshqa hayajonlangan holda. Zaman go'harlari madrasada o'qilib bo'lguncha o'zim oldimdan o'tkazib bo'ldim. Uning ichidagi bir muncha she'rlarni yozib oldim. Muhammad Bug'raxon rozilik bilan kulib qo'ydi. Mahmud har doim kitob va ilm-fan to'g'risida so'z echilganda mushundaq o'zini unutgan holda havasini so'zlab ketadi. Mana hozirmi suhbatning mushu mavzu davomlashishiga taqozo bo'lganlikdan cho'ng-cho'ng qo'y ko'zlari o'zigacha nurlanib, chaqnab turadi. Afsuski, buvisi gapni boshqa tarafga burdi. Barsig'ondan choparman keldi, dedi u. Otang yo'lga chiqibdi. Tangri buyursa 2-3 kunning ichida Qashqarga yetib keladi. U kelgandan keyin men ketaman. Bugun ustozingning seni qaytirib o'tgani yaxshi bo'pti. Sana deydigan gapim bor edi, bolam. Mahmud savol nazar bilan buvisiga qaradi. Muhammad Bug'raxon ilmiq mehri singan ko'zlari bilan navrasiga qaradi va qo'lini sunib, uni o'ziga yaqinroq tortib o'tirdi. Ondan yana shu qo'li bilan uning bosh ko'zlarini silab, yelkasiga asta shaplaqlab qo'ydi. Cho'ng bo'lib qolding, bolam, dedi Bug'raxon uningga qarab mastlik kelganlikdan kulimsirab. Tangri buyursa kelar yili madrasani tamomlaysan. U yana Mahmudning yelkasiga mehri bilan shaplaqlab qo'ydi. Mahmud ko'zlarini cho'ng-cho'ng echib, buvisining odatdagidan boshqacha muloyimlashib ketgan chiroyiga sal ajablanib qoldi. Buvisi bo'lsa, yana muloyimlashgan ovozda so'radi. Madrasani tamomlagandan keyin qayerda turishni o'ylayapsan? Mahmud bu savoldan tuyuqsizlik his qilib javob berishda sal do'doqlab qoldi. Ha? Qayerda tursammi o'xshash? Qashqarda tursammi yoki sizning yoningizda tursammi o'xshash bo'va? Men seni aytman, Mahmud, dedi Bug'raxon yana kulimsirab. Sen men bilan birga bo'lishing kerak. Biz gohi talafda, gohi istijab turamiz. Men seni o'z qo'limda tarbiyalab, o'rdishtirib o'rgataman. Madrasada yaxshi o'qiyapsan. To'qigan nazmlaringni, til ilmidan yozgan risolalaringni ko'rdim. Bularga mudarrislaring yuqori baho berishdi. Nihoyat boldurlar kichik turib qo'lingga qalam oldim. Aqlli, iqtidorli bola bo'lding. Mahmud, men seni katta davlat arbobi qilib tarbiyalayman. Sen mening sarayimda to'ksunmi, yobg'umi, hojibmi ish qilib bir vazir bo'lib xizmat qilasan. Men ko'z yumgandan keyin mening o'rnimga Bug'raxon bo'lib talos bilan istijobning hukmdori bo'lasan. Mahmud gap qilmadi. Bug'raxon uningga qarab birdan mushuk bo'lgandan keyin so'radi. Ha, qandoq gap qilmaysan-ku? Madrasani tamomlagandan keyin mening yonimda turamsan yoki? Mahmud buvisiga qarab kulimsirab qo'ydi. Sizning yoningizda tursam xo'sh bo'laman, buva. Lekin nima lekin? O qo'l boladek dadil so'zaman sen. Lekin men vazir bo'lishni xohlamayman. Ha? Ansa qandoq ishni yoqtirsan? Divan begi bo'lib, mahkam ishlarini boshqaramsan yoki tabg'ochi bo'lib, o'rda xazinasiga mas'ul bo'lamsan? Qani, o'zing tanla. İxtiyor bu o'zingda. Yoki yolg'och bo'lib, chet ellarga chiqishni o'ylamsan. Mahmud yana kulimsirab qo'ydi.
Yo'q, bova, dedi u. Men mudarris bo'lishni orzu qilaman. Nima? Muhammad Bug'roxonning qo'yuq qoshlari egiz ko'tarilib, ko'zlari chekchiyib qoldi. Nima deding? Mudarris? Qayerda mudarrislik qilmoqchisan? Qayerda bo'lsam o'xshash. Navoda Qashqarda qolgudek bo'lsam, Sochiya madrasada. Sizning yaningizda qolgudek bo'lsam, Talos yoki Istiqjobdagi biror madrasada talablarni tarbiyalash ham ilmiy tadqiqot ishlari bilan shug'ullansam deyman. Bug'roxon Mahmudning bu gaplarini anglab, o'ylab kulib ketdi. Hay, molla choq. Hey, dedi u va chaqchaq talaffuzi bilan navrisining dumbisiga olqini bilan ish kuchni urib qo'ydi. Raso bir kitob bo'lib chiqibsan-da. Bo'ldi, qo'y bu gapingni. Bug'roxon yana birdan kuldi. U xuddi go'dak bolani erkalatgandek navrisining taqir beshini silaydi. Yelkasiga, dumbisiga shapaloqlaydi. Bo'ldi, bu gapni hozircha qo'yib turaylik, dedi u va o'rnidan qo'zg'aldi. Yur, talog'i chiqib, raso bir ot choptirib o'ynab olaylik. Ot choptirib? Mahmud buvisiga qaradi. Shundoq, dedi Bug'roxon va o'rnidan turdi. Mahmud abjillik bilan sakrab turib, buvisiga tikildi. Bug'roxon menish tanishadi yo'q, yana to'xtab navrisiga qaradi. Qani aytqina Mahmud, deb so'radi u. Xoqoniya madrasasidagi talablar uchun diniy va fanniy bilimlardan tashqari yana egallashga tegishli mahoratlar qaysilar? Mahmud javob berdi. Qilishvozlik, naydivozlik, chalandozlik, o'qyo etish, chelishish, chalgan va shahvat qatorliqlar. To'g'ri, dedi Bug'roxon. Qashqardan ketish oldida sening ot usti mahoratingni yana bir qatam sinab ko'ray. Navkarlarni boshlab chiqib, chalgan o'ynaydi. U bir tinib olgandan keyin chaqchaq aralash ohangda so'zini tamomlashtirdi. Sen kitobni o'qiding. Falakiyotdan tortib tibobatchilikka, riyoziyot va adabiyotdan tortib tarix va falsafagacha bo'lgan hikmatlarning hammasiga pishib chiqding. Endi ot ustida ko'rsatadigan karomating mabodo, ha? Gap qila. Mahmudning chung-chung qo'y ko'zlari sho'x-chaq va u xuddi bo'g'siga o'xshasa chaqchaq aralash ohangda so'z yondirdi. Ot ustida ko'rsatadigan karomating bo'lmasa, bugun Xoqoniyada qandoq yashayman? Xoqoniya o'g'illari ot ustida tug'ilib, ot ustida o'ladi. Yaraysan Mahmud. Muhammad Bug'roxon shatlangan holda kulib turib, navrisining beligini chin qisib turib silkib qo'ydi. Qani, yur amsa, karomatingni ko'rsat. Mahmud bo'g'zi qarab ham xushal bo'ldi, ham ajablandi. Chunki Bug'roxonning mijozi chust, o'zi hamma ishda talabchan, chiroyi surlik bo'lib, uning bundoq ejirib kulishini nihoyat kam ko'rgan bo'lardi. Muhammad Bug'roxonning buyrug'i yetkazilgandan keyin 40 navkar xuddi jiddiy jangga otlanadiganidek chaqmoq tezligida harakatga kelishdi va Qopoqning cho'ng darvozasi oldidagi maydonda oq otliqlar va qora otliqlar bo'yicha ikki turkumga ayrilib jangovar holatda turishdi. Bu otni sang so'q qalay, dedi Bug'roxon va yulduz shaklidagi oq qashqiliq chiroyli qora arg'umoqning chuvurini Mahmudning qo'liga tutqizdi. Buningdan keyin musha otni minib buvangni aslab turg'in. Shu gapdan keyin u gavdilik bo'z otga minib sap oldiga keldi va navkarlarni bir qo'ri ko'zdan kechirdi. Navkarlarning hammasi talabga loyiq edi. Uçsiga kashtilangan oq ko'ngak va oq shim kiyib, belini kumush bezakli kamar bilan chin bog'lagan, hammasining boshlarida o'xshashla qora qo'zi ko'rpisidan tikilgan o'r qalpoq, putlarida siriq o'g'uq, yollarida qilish,
Qo'llarida uchi egri chavgan tayoqlarni tutgan edi. Buğraxon nökərlərinin tayyorligidan qanoat hosil qilgandan keyin etini divitib, qopuq darvozasidan sirtqa chiqdi. Bu yerda 300 kishilik chorlug'uchi va 500 qo'riqchi ayrim-ayrim saf tortib, Buğraxonning chiqishini kutib turishgan edi. Ular navatrang yetak salla o'rab, Chong'anning seriq tangilik qizil tavridan to'n kiygan charsaqal surilib Buğraxonni ko'rgandan keyin bütün diqqatini merkezleştirip, buyruq kütüp onunla köz dikişti. Buğraxon yana etini to'xtatdi da, qalsiraqsiman tömür savut va yaltiroq mis dobulga kiyib, qilish nayzilar bilan qurollangan bu azimatlarni ko'zdan kechirib chiqqandan keyin o'ng qo'lini kaskinlik bilan shiltib yurishga buyruq berdi. Eng oldi bilan chorlug'uchilar cho'l tarafga qarab otlarini quyundek choptirib ketishdi. Ondan Buğraxon bilan qo'riqchilar ularning kaynidan ot soldi. Eng oxirida chavgan o'ynashga tayyorlangan nökərlər qopug'idan chiqib ularga ergashdi. Shamoldek chapqur qora arg'umoq mingan va xuddi o'rganchi nökərlərga o'xshashla qora qo'zi ko'rpisdan o'ri qalpoq kiygan Mahmud bo'g'isining orqasidan qolmay kelib atadi. Qora arg'umoqqa mingan uning xos qudi turumtayni 2 dona chavgan qayqini tutib kelib atadi. Ular qopuq tavasidan chiqib, yer yo'liga tushdi va otlarni choptirgan peticha yo'l bo'yidagi to'g'u, g'ozlarni, salton quloq itlarni o'rkitib, loy suvoqlab pakar-pakar qora uylarning, shox shumbalar bilan qoshoqlangan mevlik bog'larining oldidan hashpash degich o'tib ketishdi-da, ufqda qashqan poyonsiz dalaga yuzlandi. Yezi bog'lari va terilg'i yerlar orqada qoldi. Otliqlari çölge ichkirilib kirgan siri, eshak mingan dehqonlar, ko'tak harvillariga to'g'roq basgan o'tinchilar uchirmaydigan bo'ldi. Otliqlar dasturxonda kam yeyilgan cho'lni kezib, maxsus chalgan o'yin uchun tayyorlangan joyga yetib kelishdi. Bu uzunligi 1000 chomdamcha, kengligi 5-600 chomdamcha keladigan tuzlab yasalgan maydon bo'lib, cho'rsiga qil orqan tortilgan edi. Maydonning ikki beshida chalgan to'p kirgiziladigan darvoza bor edi. Bu atalmish darvozaning orliqi bir quloq chiqariladigan bo'lib, rangli xishlar bilan go'l chiqarib qo'pirilgan odam bo'yi egizlikdagi kichik munarlardan iborat edi. Əgir tayoq tutgan chavganlar, oq otliqlar va qora otliqlar bo'yicha 5dan 2 turkumga ayrilib, maydonning ikki beshiga tizilishdi. Ujmi yog'chidan yasalgan anardek cho'nliqdagi yumloq to'p maydonning o'ttirsiga qo'yildi. Muhammad Buğraxon oq otliqlarga, Mahmud qora otliqlarga bosh bo'ldi. Maydonning chetida turgan bayroqchi qizil tug'ni ikki qo'llab, beshining ustidan egiz ko'tirish bilan o'yinni boshlashga belgi berdi. Maydonning ikki beshidagi chalganchilar biroqla otlarini choptirib, o'ttirdagi to'pga qarab intilishdi. Hammadan burun oq otliqlar Buğraxon bilan qora otliq Mahmud bir vaqtda degidekla to'p urgan yerga yetib kelishdi. Buğraxon agir tayoqini ko'tarib, to'pni endi uray deb turg'icha quyunday kuchib kelgan Mahmud egar ustidan abchillik bilan egilib, to'pni agir tayoq bilan yenik-yenik urib elib qochdi. Qaysi taraf to'pni qarish tarafning darvozasiga kirgizib olsa, ya'ni heliqi ikki munarning orliqidan o'tkazib olsa, shu taraf tutgan bo'ladi. Mahmud yetishib kelgan oq otliqlardan o'zini qochirib, "Turumtoy!" deb farqirda to'pni agir tayoq bilan qattiq urib, nerda ketib ketayotgan xos quliga yetkazib berdi. Uninggacha qarish tarafning otliqlari etilib kelib, to'pni talash qila turdi. Oq otliqlar bilan qora otliqlar maydonga tarqalib aralashib ketdi. Har ikki taraf to'pni qarish tarafning darvozasiga kirgizib yetishga tirishdi. To'p birdan oq otliqlar tarafga o'tib turadi. Chavganchilar otlarini choptirib kelib, agir tayoqchilar bilan to'pni urib, o'z odamlariga pas chiqarib beradi. Ba'zilarining tayoqlari to'pga tegmay, ularning gavdasiga tegib ketadi yoki boshqalarning tayoqlari bilan urushib ketadi.
Ba'zilari qizib ketgan otlarini to'xtatib ololmay, boshqa otlarga so'qilib ketadi. Otlarning kishnashlari, tuyuqlarning do'pirlashlari, chavandozlarning qiyoqas cho'qallari, agri tayoqlari bilan urilgan to'p yili u yoqqa, yili bu yoqqa qonqib o'tib turadi. Oq otliqlar va qora otlar goh to'pning kaynidan chepishadi, goh butun bir maydonga yeyilib, chechilib ketadi. Goh bir-birini qo'g'lashib kelib, bir yerga g'o'shmak bo'lib tiqilib qolishadi. Oxiri bir maydon kaskin elishishdan keyin qora otliqlar yengib chiqdi. Chavganchilar maydonning sirtiga chiqishdi. Mahmud etining tizgindan yetilab, bo'g'isining oldiga keldi. Muhammad Bug'raxon jiddiyleşib turgan va soqolsiz, yumru mavzulari qizirib ketgan Mahmud qarab qo'yib, "To'xtab tur, oldirab tantana qilma. Yana bir maydon erishimim texe." dedi. Bug'raxon bu gaplarni qilganda, garchi har doimqidek qoshlarini yemirib turgan bo'lsa-mu, uning ohangidan navrisiga qarata qoyil bo'lganlik va suyunish alomatlari aks etib turadi. Chavganchilar hordiqini chiqarib, otlarning tarini quritib olgandan keyin yana maydonga tushdi. Bu qitim uzoq va qattiq elishishdan keyin qora otliqlar kutib chiqdi. "Tanishib qoldik, yana bir maydon o'ynaymiz", dedi Mahmud bo'g'ziga maydonning sirtiga chiqqandan keyin. "Bo'ldi, amdi", dedi Bug'raxon. "Charchadim, qiribdiman." Bug'raxon shundoq dedi-da, nima uchundir ushtum tut uning o'zining mana shu navrisi Mahmuddek qiron chog'lari esiga kelib qoldi. U chog'da Muhammad Bug'raxonning marhum otasi Yusuf Qodirxon texi taxsi varislik qilmagan edi. Shunga u Qodirxon emas, balki Yusuf Tegin deb ataladi. Shundoq qilib, Yusuf Tegin bir qatim yiroqqa yurish qilish harbiy mashqqa elib berib, Opalga kelganda bu mashqqa qatnashgan o'g'illari Sulaymon bilan Muhammadni dal bo'sh chalgan maydoniga boshlab kelgan edi. Shu kuni bu yerda chalgan o'yini ajoyib edi. Yusuf Tegin go'yo qaytadan yashirib qolgandek shuncha qizg'in ishtiyoq va havas bilan ot choptirib, barcha ovozini qo'yib berib barqaraydi. "Sulaymon, to'pni bu yoqqa ur, bu yoqqa!" Arqadanlar yana Muhammadni oldirib tatdi. "Muhammad, etimni tutib tur, to'pni o'zi tortib ol." Akufkalarmi butun vujudi bilan o'yinga berilib, xuddi bu kichkin yog'och to'pni qo'ldan chiqarib qo'ysa, jinidan ayrilib qoladigandek, barliq kuchi va mahoratini ishga solib, o'zlarining otlarning oynamasdan to'pni qo'g'lashadi, talashadi. Oxiri chalganning puxadan chiqishi o'ynab, arg'andan keyin akufkalar maydondan chiqib, to'q seriq yepak soyvanning ostida otisi bilan o'ldirib, aram erishdi. Shuningdan keyin Yusuf Tegin Akufka Sulaymon bilan Mahmudni chelishib soldi. Muhammad bir qatimni yengadi. Yana birdan hordiq chiqarib olgandan keyin otisi ularni nayza etishga soldi. Muhammadning otgan nayzi Sulaymonning nayzi sanjilib turgan yerga 2 qadamcha yetolmadi. "Yana ot!" deb buyruq berdi otisi. Muhammadning 2-chi qatim otgan nayzisini Sulaymonniki yetmadi. "Bo'lmaydi!" deb xitob qildi Yusuf Tegin. "Nayzini shundoq otqadimi? Sen nima bo'lding? Muhammad, cherishni muhtamiding. Nayzi etishdimi ekanmayapsan?" Muhammad hijolatchilikda yerga qarab bo'ynini to'lqab qo'ydi-da, "Ummanni cho'ltirsa!" deb g'o'dinishib qo'ydi. "Nima?" dedi Yusuf Tegin ovozini ko'tarib. "Bu gapni uyalmasdan og'zingda qandoq chiqardim? O'zidan zo'rni, shuni yalnız botir bo'ladi. Yo'q, bo'lmaydi. Nayzani yana ot. Qachonki nayzani Sulaymonning nayzini sanjirib turgan osherni yiroqqa tushirmasam, bu yerda ketmaysan." Muhammad qo'ytariga cho'milib, bir necha qatim nayz otgandan keyin oxiri Sulaymonning nayzidan sal yiroqqa tushirdi. "Ha, endi bo'ldi", degan edi Yusuf Tegin qanoat hosil qilib.
Andın bu iki oğlunu yeniğe tartıp, ularning yelkinlaridan quchoqlab turib, mundaq degan edi. Bundan keyin davomli qattiq mashq qilib yaxshi chiniqinglar. Qalamdimi, alamdimi yetishib chiqqandila, ondan bir-biringizga mustahkam yurak bo'la olaysizlar. Ham shundoq bo'lgandila, har qanday zo'r va qudratli raqibni yenga olaysizlar. O'z qadr-qimmatini yo'qotmagan g'oliblardan bo'lib yashay olaysizlar. Muhammad Bug'raxon o'ylab shu yerga kelganda tanlari tikanishib ketgandek bo'ldi. Aradan nurg'un yillar o'tib, yosh Muhammad amdi saqlig'i oq sanjilgan Bug'raxon bo'lgan kunlarda ahvol qanday bo'ladi? Sulaymon Arslanxon bilan Muhammad Bug'raxon bir-biriga yo'lak bo'lolmadi. Aksicha, afsus. Yusuf Qodirxonning avlodlari o'z otasining vasiyatiga amal qila olmadi. Bu gunoh kimda? deb o'yladi Muhammad Bug'raxon. Sulaymondimi yoki mendim? Keyin yana nima ishlar bo'lib ketadi? Akufga ikkalanning odoq taqdirimiz qanday bo'lar? Yaratgan Alloh ekan. Gunohkor bandani o'z panohingda saqlaysan. Muhammad Bug'raxon ko'zlarini chim yumdi-da, beshini qattiq silkib etib, bu xiyollardan o'zini qochirishga tirishdi. Nima uchundir oxirgi vaqtlardan buyon bo'libmi hollar kengishdan keyin mush xildagi ahkamlar va xiyollar Muhammad Bug'raxonga orom bermaydigan bo'lib qolgan edi. U har qancha o'ylamaslik o'rinsimi, pat-patla bu xil ozodlik xiyollar uning mingsini cho'g'ib oladi-da, ko'ngli parishon bo'ladi. "Buva, nima o'ylayapsiz?" deb so'radi Mahmud, uning chiroyidagi o'zgarishni kuzatib. Ish nima? dedi Bug'raxon chiroyiga tabassum yugurdi. U o'pchirisiga ko'z tashladi va otlarning tarini quritish uchun cho'g'irdan yetilishib, mengab oylanib yurgan kelganchilarga qarab turib, Mahmudga murojaat qildi. O'tganda Sochiya madrasasining toliblari bilan harbiy mashg'ulot elib berayotganingni ko'zdan kechirganimda nayzavozlik va o'qya etishdagi mahoratingni ko'rib xursand bo'lgan edim. Bugun chavandozlikdami talabga loyiq bo'lganligingni ko'rdim. Yaraysan, Xoqoniyning munosib o'g'li bo'lish uchun mushundoq bo'lish kerak. Ilm fannimi, harbiy mashqnimi o'xshashga puxta egallash kerak. Bu ikkisining biri kam bo'lsa bo'lmaydi. Yovni yengib, elni qo'g'dashda ot minib, qurol tutishni bilmasang bo'lmaydi. Aqlni ishga solib, elni so'rashda biliming bo'lmasa bo'lmaydi. Shu asnoda Bug'raxonning xos qo'riqchilaridan biri uning oq etini yetilab, ularning yeniga keldi. Bug'raxon etini olmay turib, yaqin arada turgan yana bir qo'riqchining naysini oldida g'o'lichini kang kerib turib, kuch bilan otdi. Sizib qo'ygandek tub-tub nayza yiroq uçib berib, yerga sanchildi. Buni ko'rib, Mahmudmu yana bir qo'riqchining naysini oldida shiddatli kuch berib, Bug'raxonning yerga sanchilib turgan naysidan bir ikki qadam yiroqqa tushdi. Bug'raxon uning nayza etishini kuzatgandan keyin qoqoqlab kulib ketdi. Uningga qarab Mahmud kuldi. Shuningdan keyin Bug'raxon yig'ilib bo'lgan qo'riqchi va kelganchilarga qarab, "Otlama!" deb barqiradi-da, o'zini irg'ib etiq mindi. Otliqlar ratlik tizilib, saf bo'yicha otlarini yo'rg'iltib yo'lga tushdi. Bugun Muhammad Bug'raxonning ruhiy kayfiyati boshqacha ko'tarinki edi. Uning yanada jim mang'us kelmadi. "Ey yigit, qo'lingdagini menga bergina!" deb varqiradi u, chalgan to'pni qo'liga elib kelayotgan bir chalganchi cherik tarafga burilib. Yosh cherik etining yo'rg'isini tizlatib, uningga yonbashdi va to'p bilan agir tayoqni sinib berdi. "Mahmud, mana bu to'pni tuta olamsan?" deb yana varqiradi Bug'raxon va chalgan to'pni yerga tashlab, agir tayoq bilan qattiq urdi. To'p havoga qanqib chiqib, yiroqqa do'mlab ketdi. Mahmud etini choptirib berib, amdila qo'lni pastga uzatay deb turishiga so'ngishib yetib kelgan Bug'raxon agir tayoq bilan to'pni yana urdi.
top yana ko'klab berib yiroqqa do'milib ketdi. Buğraxon topni urib, o'zini o'ngshab bo'lguncha Mahmud bo'rondek uchib bordi-da, suitini ostilatmay turib, egari ustidan kabdaslik bilan yonga egilib, onarchilik yog'och topni barmoqlari bilan chinqib tutib elib oldi. Qizib ketgan yulduz qashqilib qora arg'umoqning Mahmudning tizgin tortishiga bo'y bermay, tuyoqlari ostidan chang to'zib, yana xeli uzoq chepib ketdi. Muhammed Buğraxon uning kaynidan qarab, shodlik tuyg'usi singan jaronglik ovozda kulib ketdi. "Hay Mahmud! Hay Mahmud!" deb xitob qildi u. "Mudarris bo'lma degan gapingni tashla. Sen vazir bo'lasan, vazir bo'lmasang subashi bo'lasan, subashi." Buğraxon xushallik ichida navrisidan zo'qilib yana kulib ketdi. Onungacha Mahmud etini tizginlab, soqolsiz mangzillari xuddi tong shafqida qizirib ketgan, yo'g'on qo'y ko'zlari sho'x chaqnab turgan holda qaytib keldi va bo'g'zi qo'shilib qaqoqlab kulib ketdi. Ondan har ikkisi safga qo'shildi. Otliqlari otlarini goh choptirib, goh yo'rg'iltib kelgan yo'li bilan o'pil qopilga qaytishdi. Anlayatqanlar, Belqut to'ridan anlatılayotgan og'ozliq asarlar sahifasi. Belqut xazinasi. Ana tilga muhabbat. Mahmud Qobuq boshi va mingdak chirikning hamrohligida Opal tavasining sirtiga chiqib, o'zining Barisqon shahridan qaytib kelgan otasi Husayn Buğra Tegin bilan onasi Bobi Rabiya oltin tarimni qarshi oldi. Buğra Tegin va uni qo'riqlab kelayotgan 4000 otliq sherikning qarisi yiroqdan ko'rinish bilanla Mahmud va Qobuq boshi otlaridan tushib, ularning oldiga minib bordi. Yaqin kelgandan keyin Buğra Teginmi otdan tushdi. Bahodirlar Qobil kelgan va jangga ketayotgan song'undak yenik harbiy kiyinib, yeshil salla o'rg'an qop-qora qirqimi soqolliq Husayn Buğra Tegin qushqani kang ejib o'g'li Mahmudni bag'riga bosdi. Ondan o'zini yiroqlashtirib, o'g'liga safkelib qaradi. "Qarag'ina, buning cho'g'dirib ketgandi", deydi u shodqonlik bilan kulimsirab. "Bo'y basti rasa aqamlashga azmat bo'pti. Chiroy turqimi bayni otsini tortibdi." Buğra Tegin Mahmudning yelkasiga o'zining quvvatli qo'li bilan shapaloqlab kulib ketdi. Shu arada ishti deda qizning sunulgan qo'llariga taynib, qizil tovar soyvanlik harbidan tushgan Bobi Rabiya oltin tarim uzun etaklarini ko'tirib, xushalligidan unsilib yig'ilgan peti o'g'li tarafga etildi. Mahmud otasining quchqidan bo'shinib, onasining oldiga yugurib bordi. "Kelim bolam Mahmud!" deydi Bobi Rabiya insaydab turib va o'g'lining manglig'iga suyib. "Tinch turdingmi? Seni ko'rdigan kunlar bo'ladi ekan, bolam." U yoshga to'lgan ko'zlari bilan Mahmudga qaraydi va yana yenishlab unga yepishadi. Mahmud bo'lsa hayajonlangan holda: "Xush kelibsiz ota, xush kelibsiz ona", deydi va bir tarafdan ota-onasi bilan ko'rishgandan xushal bo'lsa, yana bir tarafdan onasining uni xuddi go'dak bolani ta'bilgandek erkaltishlaridan o'ng'aysizlanib, ko'zlarini chinchiqirtib, nima qilishni bilmay turadi. Husayn Buğra Tegin Qobuq boshi bilan salomlashib bo'lgandan keyin yurishga buyruq berdi. "Bo'ldi, Rabiya", dedi u ko'tarinki ohangda chaqchaq qilib. "Bu uchirim bo'lmagan kichik qushingni endi uyga borgandan keyin qonton qastig' besib olgin." Uning xuluqi mijozga qattiq o'zgarmabdi, deb o'yladi Mahmud, bo'yliq jada otga akchillik bilan minib olgan otasiga qarab. "Buvamga zodil o'xshamaydi. Buvam uyg'ur besiq, chiroy surli. Otam bo'lsa tetik, xushchaqchaq, uchiq chiroy." Shuning bilan Barisg'onlik va o'polliq chavandozlar birlikda otlarini yo'rg'iltib, Oziq qal'asiga, ya'ni Muhammad Buğraxonning Qopug'iga yetib kelishdi. Qal'a sepilining qora ko'miri bilan qoplangan qo'sh qanotliq yo'g'on darvozasi kang ochildi. Otliqlar qal'a ichiga kirishdi.
Buğra Tegin, Bobi Rabia və Mahmud Qaboqbaşının yol başlışı bilan işçilik boyluğa ötüşdü. Hüseyin Buğra eshik oldida turgan otini ko'rib, darhol oldiga bordi-da, tiz tukib, uning peshini so'ydi. Ondan o'rnidan turib salom berdi. "Qut bo'lsin Buğra ota." Bobi Rabiyaning yaqin keldi va ikki qo'lini ko'ksining ustiga elib, cho'nqur egildi. "Qut bo'lsin xonata." "Qut bo'lsin" deb javob qaytardi ularga Muhammad Buğraxon. "Uyga kirayli." Ular uyga kelishdi. G'izomlanib usuzliqini qondirib olgandan keyin Muhammad Buğraxon bilan Hüseyin Buğra Tegin boqqa chiqib, gulzorliqning o'rtasidagi o'yma naqshlik ravaqda gilam ustiga qo'yilgan ma'mur yostiqlarga yo'linib, orom elib o'tirishdi. Shu asnoda Buğraxonning xos harmi Sochiya madrasasining bosh mudarrisi Hüseyin ibn Xalfatning salomga kelganligi xabar qildi. "Kirsin!" deb ijozat berdi Buğraxon. Hüseyin ibn Xalfat o'z zamonasining katta bilim egillaridan biri bo'lg'achqa, Buğraxon uni qadrlaydi va izzatlaydi. Shu vajidan bu hurmatli mudarris Oziq qal'asiga pat-pat qadam tashrif qilib turadi. Uning otasi Shamliq arab mo'tibar, onasi Qashqari Gulbog'liq va qizi bo'lib, Xoqoniydimu va Sham Bag'dodlardagi arab ulamolari ichidami belgilik nufuzi bor edi. Beshig'a mudarrislik oq sallisni o'rg'an, uchisiga uzun oq parija, putlarga yumshoq mask kiygan chor soqolli xushburun Hüseyin ibn Xalfatni Ravaqqa Mahmud boshlab keldi. Mudarris Ravaqning tanlabiga oldiga kelganda bir qatim ta'zim qildi. Ravaq chiqqandan keyin yana egildi va o'rnining adab qoidalariga to'liq amal qilgan holda qo'l qo'shtirib salom berdi. "Assalomu alaykum, Allohning aziz bandisi, mo'minlarning posiboni Shohi Ikrom Muhammad Buğraxon hazratlari. Assalomu alaykum, saodatli Hüseyin Buğra Tegin." Muhammad Buğraxon bu mudarrisning "Qut bo'lsin" deganning o'rniga hamisha "Assalomu alaykum" degan arabcha iborani ishlatishiga hech ko'nilmay yuradi. Va o'zining turk qabilalarining tilidagi Xoqon yoki Xon deganning o'rniga Shohi Ikrom degan farscha nom bilan otishni yoqtirmaydi. Shundaqdimi, bu atoqli olimga bo'lgan ixlosmandlik tufaylidan uningga qoida usullik muomala qilib, ko'ngildagi bu kichkina noroziligini bildirmaydi. "Bo'lsin muhtaram shayx imom Hüseyin ibn Xalfat hazratim, marhamat qilg'aysiz" dedi Muhammad Buğraxon. Fikr-tehi bayla Hüseyin Buğra Tegin janoblarining kelganligidan xabar tepib, dedor ko'rishmak istiki bilan salom berishga oldirab keldim, dedi Hüseyin ibn Xalfat gilamga yukinib o'tirib. "Siz o'poda turayotganmidingiz shayx imom?" deb so'radi Hüseyin Buğra Tegin hol ahvol so'rish bo'lgandan keyin. "Shundoq", dedi mudarris. "Hozir Sochiya madrasasidagi talablar ta'tilga qo'yib berilganligi uchun o'qish boshlanguncha o'poldagi beg'imda bir mazgil turib dam olay deb kelgan edim." Buğraxonning oila qullaridan ikkisi ko'mish tovoqlarda uzum, shaptul va anjirlarni elib kelib o'tirib qo'ydi. Ravaqchilar mevalarga eg'iz takkash, uyoq bu yoqdan parang selishdi. Ondan Hüseyin Buğra Tegin Mahmudning ilm tahsil qilish ahvolini surishtirdi. "Mahmud Sochiya madrasasi bo'yicha talablarning oldin qatorida turdi", deb javob berdi mudarris. "U hamma fanlarning hikmatlarini a'lo natija bilan o'zlashtirdi. Bo'libmi meni hammadan baxushal qiladigan u arab tilida hozirning o'zida kamolat yetdi. Menmu Mahmudga doim jekilab turman. Arab tilini o'rganish eng muhim. Turk tilini o'rganishmi muhim." Shunchaqcha bir chetda jim o'tirgan Mahmud sal tartinibroq bo'shqin ovozda so'z qildi. "Hech bo'lmagandimi, u bizning ona tilimizda." Hüseyin ibn Xalfat o'z so'zining bunday qushni bo'lib bitirishini kutmagan bo'lg'achqa,
şagirdiga ta'jib aralash nazar bilan qaradi. Muhammed Bug'raxon xuddi hech nima bo'lmagandek avvalgidekla qo'shumisini turib un chiqmasdan o'ltiribdi. Hüseyin Bug'ra tegin bo'lsa, o'g'liga zo'q va herismanlik bilan qarab qoldi. "Afu qilg'aysiz, hurmatli ustozim", dedi Mahmud birdan keyin o'ng'aysizlangan va gunohini bo'yniga olgan qiyofatda. "Men oldiroq sonliq qilib qo'ydim." "Hech gap emas, Mahmud, hech gap emas", dedi mudarris. "Men shogirdlarning mushundaq nodil bo'lishini yoqtirman. Sen hamisha ilm ma'rifat bo'libmi til va tarixdan gap aytsa, o'zingni besib ola olmay qolasan. Men buni bilaman-ku. Bu sening ilmga bo'lgan havasingning kuchlikligini ko'rsatadi." Ondan mudarris Bug'raxon bilan Bug'ra teginga qarab so'zini davomlashtirdi. "Har kim har xil fanlarga qiziqish mumkin albatta. Mahmud til, tarix, adabiyotga alohida havas qiladi. Mana endi til ilmiy sohasida o'zining mustaqil ko'z qarashi shakllanishga boshlanyapti. Bilishimcha, u bu sohaga oid bir muncha kitoblarni o'zligidan izlanib o'qibdi. Bu haqda men bilanmi bir necha qatam fikrlashdi. O hamisha turk til shivillarining qonuniyatlarini sharhlaydigan mukammal bir ilmiy asarning dunyoga kelmaganligidan afsuslanadi. O hamon turk til arab tilidan qilishmaydi degan nuqtai nazarda chaqirdi. Bu haqda o'tganda men bilan bir qadam xeyli qattiq munozirlashdi. Bir qism taliblarning og'zini ko'chirabmi birer ilmiy ahamiyati bor so'zni chiqarg'ili bo'lmaydi. Bu jihatda Mahmud butunlay o'zgacha. Bo'ldochi buzog'u o'kuz ora belgilik degandek hamisha kitobning gapini qiladi. Bundoq gaplarni qilishganda hatto boyqadek o'zini besib ololmay qoladi. Hüseyin ibn Xalbat oxirgi so'zini kulib turib tamomladi. Bilqut xazinasi. Yaxshi gap, dedi Hüseyin Bug'ra tegin va o'g'liga ko'zini qisib tikilib qaradi. "Men qarag'ana Mahmud, sen rostli shundoq bilimlik mo'li bo'lib ketdingmi, ha? Bug'raxon otammi Borisxon shahriga yozgan maktublarda seni mushundoq deb maqtaydi. Bugun ustozing Shayx Imom Hüseyin Hazratmi o tarafingni qildi. Shunga kitobdan olgan bilimlariga qoyil bo'lmay ilojim yo'q. Ammo seni harbiy ishlarga doir nimalarni o'rganganingni hech kim menga aytmadi. Qo'lingda taq to'xtandi, ha? Gap qilmaysan-ku?" Mahmudning otsig'i nima deb javob berishni bilmay tanib qolganligini ko'rib, Hüseyin ibn Xalbat so'zga aralashdi. "Sojiya madrasada Qoqoniya bo'yicha eng xillangan mashg'ullar taliblarga harbiy ishlardan ta'lim beradi. Saodatlik Bug'ra tegin. Mahmudmu xuddi boshqa taliblarga o'xshash namoz farzini ado qilish yeshiga to'shqandan tortib, yaroq ishlatishni o'rganib o'sgan tursa, uning bu jihatdagi mahoratidan gumonlashga bo'lmaydi-da." Hüseyin Bug'ra teginning qovul gavdisi asta qo'zg'aldi. U o'rnidan turdi. "Qara tur o'rningdan", dedi u Mahmud buyruq talaffuz bilan. "Qanchalik odam bo'lganingni o'zim bir sinab ko'ray." Shunday qilib, ular qilishvozga tushib ketdi. Bobi Rabiya kaskin erishayotgan ota-bola ikkisining orasiga kirmoqchi bo'lgan edi, biroq ravaqda o'ltirgan Bug'raxon bilan mudarrisdan aylanib to'xtab qoldi. Bug'raxon xuddi hech ish bo'lmagandek qo'shimizdan turgan holda qilishvozlikni tomosha qilib o'ltiradi. Mudarris bo'lsa, intayin qiziqqan siyoqda ko'z tikib, bu mahorat ko'rsatishning natijasini kutmoqda edi. Bobi Rabiya o'zini ikki yondan qo'ltiqlashib olgan dedeklarning qo'llarini chim qisgan holda ilojsizlikda unsiz urib qarab turdi. "Ya Allah, qo'ni qo'yni texnik tashlamabdi", deb o'yladi u eriga xafa bo'lib. Buningdan necha yillar ilgari Mahmud Bexay go'dak chog'lardami Hüseyin mana shunday qiladi. Amraqliq kelib ketsa, o'g'ilni erkatib o'ynashning o'rniga hadislar qilishvozlik yoki chirish qoidalarini o'rgatib, o'zimi kichik bolada qizib ketadi. To'g'ri. Bunday chog'larda Bobi Rabiya o'zimi ularga qo'shilib ketadi. U o'g'li Mahmudning yaroq ishlatish mahoratini puxta egilishiga butun kuch bilan madad berib, rag'batlantiradi. Hatto o'zimi qulluq qilish ilib o'zi ko'rsatadi.
Acaba endi o hazır nima uchun yig'lamsirab urdi? Nima uchun uning yuragi qafasga solingan to'rg'aydek tashvishli tipirlab qattiq so'qib ketyapti? Uzundan beri o'g'ilni ko'rmagach shundaqmi? Yoki farzandi cho'ng bo'lgan sari o'zimi yashinishga boshlagan sari ona qalbi noziklashib ketadi. Ana mehri. Tova. Mağning bo'ldi. deb o'yladi bu Rabiya o'z-o'ziga tasalli berib. Bundaq tig'yaroqlar bilan hafilish o'yinlari xon jamoat ichida va umuman butun xoqoniyda odatdagi ish bu. Bo'g'ra tegin bilan Mahmudning qilishlari xuddi aynakdek balildab bir-biriga shiddatli urilmoqda edi. Mahmudning qilish o'yinchi ko'rinarli ishqa boshladi. Oxiri Bo'g'ra teginning kuchli zarbasi Mahmudning qo'ldan qilishni uchirib chiqardi. Husayn Bo'g'ra tegin tamkinlik bilan qilishni qimib soldi. "Texaya bilikan qatmaqdi", dedi u o'g'liga. Lekin uning ovozidan yanada qoyillik bo'lgan alomat chiqib turardi. "Kerak yo'q, u tex kichik", dedi Bo'g'raxon ularning yeniga kelib. "Tangri xolisa, yana 2-3 yillardan keyin ustaxona qaytib, yaxshi qilichvoz bo'lib chiqadi." Bo'g'ra tegin uning so'ziga qo'shilib kulimsirab qo'ydi va o'g'lining yelkasiga urdi. "Har ikkitang chaqqon, qilishvozlik mahoratini yaxshi o'zlashtiribsan." Bo'di Rabiya Bo'g'raxondan tap tortib, gap qilmagan bo'lsa-mu, ko'ngli oramiga tushdi. Va yoshga to'lgan ko'zlari bilan uningga qarab kulimsirdi-da, dedaklarni agashtirib, hujrasiga qaytib kirib ketdi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Farhod Jilanning Buyuk tilshunos Mahmud Qashqari nomli asarini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atga anglatishimizda davomli anglatamiz. Yoqtirib anglag'iningizga rahmat. Şinjan Universiteti bilen Şinjan Beliqut şerifini birleşip işlep çıkargan Beliqut hazinesi, Uygur halkının örf-odat, nashr şahs, ibadet, maqal temsil, çöçek, rivayet qatarlıq Uygur medeniyet hazinesindeki bibaha göğerler. Karton ilipe, kanun nizam, işaret dili, ten terbiye, fizika, kimya qatarlıq 600'den artık kesmi sahadaki Uygurca, Xanzuca, enimisi 3 xil til, 6 milyondan artık söz, avaz hem süret bir gevleştirilgen kompüter yumuşak hitabe. Bilmegenini Beliqut'un bil, Beliqut hazinesi. Uyg'ur yozuvchisi Farhod Jilanning Buyuk tilshunos Mahmud Qashqari nomli asari. Bu asar Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatildi. Noro'zdagi qutlug' safar. Keyin Mahmud Qashqari Qashqardagi Sochiya madrasasida ilm tahsil qildi. O zamanlarda Qarxoniylar tavalligidagi Xonliq madrasasida diniy va fanniy darslar birlikda o'tiladi. Mahmud madrasada o'tiladigan har qaysi fanlarni qiziqib o'rganishdan sirib, xon jamoat ichidagi an'ana bo'yicha yana har xil qurol-yarog'larni ishlatish, chavandozlik, shaxmat o'ynash, soz chalish qatorliq ko'p xil mahoratlarni pishib o'rganadi. O bo'libmi ustozi Husayn Xalbatning yetakchiligida arab tilini nihoyat pishiq o'rganib chiqib, bu tilni xuddi ona tiliga o'xshashla ravon so'zlay oladigan va yoza oladigan bo'ldi. Shunda qilib Mahmud kichkidilla bilim doirasi keng, atrofliq yetilgan Mavlon sifatida to'nilishga boshladi. Mahmud yoshlik davriga qadam qo'ygandan tortib Qashqar Opaldagi oziq kentida turdi. Yoz kunlarining birida u o'zining xos quli Turumpay bilan Opaldagi No'ruz buloq to'piligiga chiqib, dars takror qilishga o'tirdi. Mahmud qo'lidagi kitobni varaqlab yurib-o'tdi. Ushtundur to'pilikning tuvan tarafidagi o'y mahalladan bir qizning naqshi ovozini anglab qoldi. Mahmud to'pilikdan paskarak tushib, No'ruz buloqdan qapoq suv elayotgan bir qizni ko'rdi. Mahmud Turumpayni chaqirdi. "Turumpay, u kim, bilmaysan?"
deb so'radi u qo'li bilan yeliq qizni ko'rsatib. Uning ismi Cho'lpon. Mush kanat sardorining qizi. Men kanatlardan yig'ilgan seliqlarni to'shib borganda uni ko'rgan, dedi Turumtay. Keyin Mahmud shu Cho'lpon ay ismli qiz bilan to'y qildi. Mahmudning otasi Barisxon shahrining hokimi bo'lg'achqa, onasi Bobi Rabiya bilan shu shaharda turardi. Mahmudning bo'si Muhammad Bug'raxon bo'lsa, Talas va Istibjon shaharlariga hukmdor bo'lib, Qashqardan ketdi. Mahmud Cho'lpon ay bilan Opaldagi Oziq kentida qoldi. Shu kunlarda u o'zining o'zligidan o'rganish va tadqiqot ishlarini qilchi bo'shashtirmay davomlashtirdi ham kech kunduz degidek o'zini unutgan holda qalam tavritib Filogati Türk nomli ilmiy asarni yozib chiqdi. Mahmudning ustozi Husayn Xalbat Qashqardagi bir qism olimlarni yig'inga taklif qilib, bu asarni muhokamaga qo'ydi. Olimlar asarga yuqori baho berdi. Endi Mahmud taxallus bersak, dedi Husayn Xalbat yig'in oxirida. Mahmud o'zi qanday taxallusni o'ylashdikin? deb so'radi olimlardan biri. Yurtimning nomini taxallus qilsam, dedi Mahmud. Hammaylar rozilik bildirishdi. Mahmud qalamni elib, o'z asrining birinchi betidagi oq qoldirilgan o'ringa Mahmud ibn Husayn Qashqari deb imzo qo'ydi. Shuningdan keyin u Mahmud Qashqari deb otilishga boshladi. Mahmudning xos quli Turumtay yoz kunlarining birida sayr qilib yurib, Opalning sirtiga chiqib qoldi. U bir kun bo'yiga kelganda tasoddifiy bir qiz bilan uchrashib qoldi. Dastlabda har ikkisi bir-biriga hang-tang bo'lib qarashib qoldi. Keyin Turumtay kulimsirab so'radi. Siz kim? Aytingiz nima? Qizning kulimsirab javob berdi. İsmim Kumush, Mushkanatdagi zimindarning quli bo'laman. Turumtaymo o'zini tunishtirdi. Shundan keyin Turumtay bilan Kumush shu xosiyatli ko'l bo'yida pat-pat ko'rishib turadigan bo'ldi va to'y qilishga va'dalashdi. Bir kuni Turumtay ko'l bo'yiga kelib Kumushni topolmadi. U kanitga kirib ishlardan Kumush qizni so'radi. Bir dehqon uningga Kumushni Toshboliqning begi Yovloq soriq setib elib ketdi, deb javob berdi. Qattiq hasratlangan Turumtay Oziq kentga qaytib kelgandan keyin bug'doy sharobini bo'lishiga ichib mast bo'ldi. Chakarlar bilan jedallashdi. Hatto bir tambal qul bilan yoq siqishib mushlashdi. Mahmud Qashqari varam-churungni anglab eshik oldiga chiqdi va chetda turgan xizmatkorlarga buyruq qildi. "Uni so'rab qo'yinglar, ata kayt yeshilgandan keyin mening yanimga kirsin." Atsi masjidga yeshilganda Turumtay Mahmud Qashqarining oldiga kirib ta'zim qildi. "Turumtay," dedi Mahmud. "Nima gaping bo'lsa, menga aytsang bo'lmamdi. Mendan ranjigan yering bormi?" "Hargiz undoq emas, hazratim," dedi Turumtay uningga tish qarayolmay. "Men boshqa bir gapni, boshqa bir qul to'g'risida." Turumtay gohi hayajonlanib, gohi ah urib, o'zining muhabbat sarguzashtini boshdan oyoq so'zlab berdi. "Kumushni Toshboliqning begi tungi setib elib akitibdi," dedi u oxirida. "Yur," dedi Mahmud. "Hozirla Toshboliqqa boraylik." Yovloq Sariqbek Mahmud Qashqarini ko'rib qo'rqib ketdi va to'qqiz ta'zim qilib ularni uyga boshladi. "Siz tunugun Kumush ismli bir qizni qul qilib setib olganmisiz?" deb so'radi Mahmud Yovloq Sariqdan. "Shundoq hazratlari, shundoq," deb duduqladi Yovloq Sariq. "Shu qizni bizga qaytarib bergaysiz. U qizning nikohini shig'ab tutishga yigiti bor," dedi. Mahmud 2
uchqunni, setib olgudek oltinni uning oldiga qo'ydi. Yavlaq sariq kömüşni boshlab keldi. Kömüş. Turumtay. Mahmudning yaqin birodarlaridan, Nizamiddin, Isrofil tug'an tekin uni yo'qlab keldi. İkki do'st paramlashib o'tirishdi. Anglashimcha, sen safarga chiqmoqchi bo'lib etibsan-ku, deb so'radi tug'an tekin. Shundoq, dedi Mahmud. Atam 40 tugilik mal tayyorlab qo'ydi. Bir tarafdan savdo qilg'ach, yana bir tarafdan joylarning ahvolini o'z ko'zing bilan bir ko'rib keldaydi. Men bu fursatdan foydalanib turk qabilalar yashaydigan hamma yurtlarni aylanib chiqmoqchiman. Har qaysi qabilalarning til alohidaliklarini tekshirib chiqmoqchi bo'lyapman. Safarga qachon chiqmoqchisan? Tangri buyursa, No'ruz bayramini o'tkazib mangay deyman. No'ruz bayrami yetib keldi. Er ayol, qir yosh, her soha, her kasb kishileri No'ruz buloq ko'prik'iga yig'ildi. Turli o'yin tomoshalar qizib ketdi. Soyillik kangri ustida Mahmud Qashqari va uning yaqinlari o'tirdi. Samoga tushib usul o'ynayotgan kishilar to'pishchidan do'qliq kelgan bir kishi chiqib, supa oldiga keldida ta'zim qildi. "Bo'lsin Mahmud Qashqari hazratlari", dedi u. "Sizning oldinliklarini men Yovloq sariqning o'yinida o'z ko'zim bilan ko'rgan edim. Men asli karvonchi, o'zlarini safarga chiqmoqchi deb angladim. Meni karvonbesh qilib yollab olsalar, sizni rozi qilaman." Mahmud rozilik bildirdi. No'ruz bayramidan keyingi quyoshli kunlarning birida Mahmud Qashqari uzun safarga otlandi. 40 tuga va 50 nafar qurolli chavandozlardan tarkib topgan karvon Kuchay yo'liga tushib ilgirladi. Karvon yo'l bo'yi kuchirgan kanatlarda 1-2 kundan to'xtab o'tkashga, ilgirlash sur'ati osti edi. Mahmud Qashqari safar bilan til tekshirish ishini birlashtirib davomlashtirmoqda edi. O, har qaysi joylarda to'xtaganda aholilarning tilidagi shivi alohidaliklarini selishtiradi. Yer joy nomlarining kelib chiqishi haqidagi hikoyatlarni anglaydi. Urug' qabilalar tarixini surishtiradi va bularni tafsiliy xotirlaydi. U shahriga kelganda karvon dam olishga to'xtadi. Kechga yaqin mezgilda Mahmud bilan Turumtay karvon sariyining ichkirki bo'limida o'tiradi. O'ylada Xolunning mungluq sadosiga qo'shilib, bir er kishi ahonga selingan bir qahramonlik dostonini aytib Mahmud bilan Turumtay o'ylaga chiqdi. Shohliq chinar tubida karvonbeshi o'ldirib, o'zi qonun chelib naqshi aytmoqda edi. Nökerlar uning atrofiga o'lishib o'tiradi. Mahmud bu dostonni boshqa g'azal hollardan anglagan. Lekin ularning aytqanlari bundoq to'liq emas edi. Atsi Mahmud karvon beshini yotqiga chaqirib, dostonning o'zi bilmaydigan qismlarini to'liqlab yezib oldi. Karvon kuchaga keldi. Atsi Mahmud karvon beshi va Turumtay bilan piyoda yo'l yurib, shahar ko'chalarini tomosha qildi. Bazar maydonining o'ttirsida qo'pirilgan ozodi sahnada bir to'p san'atchilar mashhur Husan usulni o'rinlamoqda edi. Tomoshabinlar zo'qlanib san'atchilarni maqtashadi. Soz va usul avjiga chiqqan paytlarda uzluksiz olqish yong'ilib turadi. O'yin tamomlangandan keyin sozdan yigitlardan ikkisi mis tovoqlarni ko'tarib tomoshabinlarni oralab chiqdi. Kişiler tavaqlarga tengilarni tashlashdi. "Aferin! Allah ömrünü uzun qilsin!" dedi Mahmud o'zining oldiga kelgan yigitga va tavaqqa bir qopchoq tillani to'kdi. Karvon yo'lni tamomlashtirib, Sulmi shahriga yetib keldi. Bu yerda tosh ko'p bo'lganlikdan kech kirganda xizmatkorlar o'yinning o'ttirsiga gulxon yiqib, cho'rdab o'tirishdi. Mahmudmu ularning qatoridan o'rin oldi. "Hazratim, Sulmi to'g'riliq so'zlab bersangiz ekan", dedi Turumtay Mahmudga qarab. "Iskandar Zulqarnayn", dedi Mahmud eg'iz ichib. "Uyg'ur yeriga tajovuz qilib,
Altın Qala degan yerda mag'lub bo'ldi. Shundan keyin Zulqarnayn urushni to'xtatib, Mush Sulmi shahrini soldirdi. Keyin tajovuzchilar ketgandan keyin ta hozirgacha bu shaharda Uyg'urlar yashab kelyapti. Yaz kunlarining birida Mahmud Qashqarning karvoni Idiqut Uyg'ur xalqining ostonasi Qo'ychu shahriga kirib keldi va bu yerda bir mezgil turib qoldi. Bir kuni Mahmud bir kitobfurushlik do'koniga kirdi. Kitobfurush bo'g'ay Mahmudga tashchilarga tizilgan kitoblarni tanishtirdi. Bu maydirisimiz. Mana bu oltin yoru. Şuanjuangning tarjimoni. Mana bu Xanzucha Uyg'urcha lug'at. Mahmud bir muncha kitoblarni tanlab setib oldi va o'z bilan birga kelgan xizmatkorlarni ko'tirgizib, kitobfurush bilan xo'shlashdi. Dilqut xazinasi. Aradan 10 kun o'tganda Heliq kitobfurush bo'g'ay Mahmudning mehmonga taklif qildi. Kitobfurushning uyida bir peshqadam o'qituvchi va uning ikki sobiq shogirdi o'tirishgan edi. Mahmud ular bilan osonlik chiqishib ketdi. Qarg'oniylar xalqi musulmon, Idiqut Uyg'urlari Budda diniga e'tiqod qiladigan bo'lg'achqa, Qashqardagi nurg'un kishilar qo'choni to'liq tushunmaydi, dedi Mahmud. Bundan keyin berishtirishni qo'yiqlashtirib, tushunishni ilgari surish zarur. Hazratlari dono gap qildi, dedi o'qituvchi. Hozir dinimiz o'xshashmaydigan bo'lib qoldi. Lekin tegitaqdan aytganda, biz bir urug'dan to'ralgan qarindoshlar emasmi? Mahmud Qashqari Eli daryosi bo'yidagi Manglaq shahriga yetib keldi. Manglaq hokimi daryo bo'yida ziyofat o'tkazib, Mahmudni kutib oldi. Mehmonlarning talabi bo'yicha Mahmud turk til alohidaliklarni tushuntirib berdi. Barliq turkiy qabilalar Uyg'ur, O'g'uz, Qipchoqdan iborat 3 turkumga ayriladi. Uyg'urlarning tili sop turkcha, Qirg'iz, Qipchoq, O'g'uz, To'qsi, Yog'ma, Chingil, Uyg'roq, Choruq qabilalari sop turkiy tilda so'zlashadi. Yemek va boshqa tillari ularga yaqin. Bulg'ar, Suvar, Perchanaklarning tillari so'zlarining oxiri ixchamlashtirilgan ayrim bir xil turkchidir. Mahmud Qashqarning karvoni poyonsiz Qipchoq dalosida ketib o'tdi. Gugum tushishga boshlagan paytda tuyuqsiz bir to'p qaroqchilar hujum qilib keldi. "Qo'mama, tugilar yaqin keltirmama!" deb varqirdi Mahmud ot ustida qilishni yalang'ochlab va shaxsan o'zi cheriklarni boshlab qaroqchilarga aytildi. Qaroqchilar ancha-muncha erishib beqitla ishning chatoqligiga ko'zi yetdi. Ular bu karvon egallarining odatdagi savdogarlar emasligini darrov tanildi hamda qolaymaqon chechilib ketishga yuzlandi. Sheriklar ularni iloji bor yiroq surib etish uchun qo'g'lab ketaverdi. Biroq shu orada kutilmagan ahvol kelib chiqdi. Karvonga ancha yiroq bo'lmagan yerda bir kichikroq tog' bor edi. Qaroqchilarning bir bo'lik odamlari shu tog'ning kayniga mukunib turgan edi. Ular tuyuqsiz tog' kaynidan otlarni ushqandek choptirib chiqib, to'gilarga tegish qildi. To'gichilar va bu yerda qolgan osonlik cheriklar ularga tankinolmay qaytishga majbur bo'ldi. Qaroqchilar tushdan kelib, to'gilarni tog' kayniga haydab turdi. Mahmud bu ahvolni ko'rib qoldi-da, orqaga burilib, elini quyundek choptirgan peti to'gilarni haydayotgan qaroqchilarga aytildi. Turumtaymo bir to'p cheriklarni agashtirib, ulgurib keldi. Bir maydon qisqa, lekin shiddatli uri yiqib boshlanib ketdi. Qalaymaqanchilikda Mahmud mingan to'ruq otning oq qashqisi ustidan bir qilich urildi. Ajallik yaralangan ot chepib ketayotgan tizlik bilan yerga gurk qilib yiqildi. Mahmud egardan qonqib chiqib, quyuq o'tchib o'tgan yumshoq tuproqqa do'milib ketdi. U o'ng murisining qattiq og'riyotganligini sezdi. Uning o'ng murisiga nayza sanjilgan edi. Shu asnoda bo'ronda kuchib kelgan Turumtay jon jahli bilan qilishni o'ng va so'lga chekib, Mahmudning ustiga bostirib kelgan ikki qaroqchini joylayotdi va egardan sakrab tushdi-da, Mahmudni yo'lab turg'izib, o'zining jadi etiga mindirdi va o'zini orqasiga mingashdi.
O'ri besilmay tipirlab turgan ot yo'lqinib chapgan beti ularni yiroqqa elib qochdi. Qaroqchilar tiyir-piran bo'lib, qorong'ulikda cho'kishga boshlagan dalaga tarqilib g'oyib bo'lishdi. Chaqar va cheriklar yana xeyli avori bo'lib, har yoqlarga chekilib ketgan to'gilarni yig'ib kelishdi. Turumtay bilan karvonbeshi dori tayyorlab Mahmudning jarohatini tangdi. Hazratlar, ikki qaroqchini tirik tutib oldik, deb ma'lumot berdi qo'riqchilardan biri. Aytiringlar, dedi Mahmud kigiz ustida chozani qurib o'tirib. To'rt cherik ikki qaroqchini yolab akilib tizlantirishdi. Mahmud g'azabli chiroy bilan ularga g'o'miyib qaradi. Mo'shadan oqibat qilishimni o'ylamaganmidim? Dedi u yesh cho'ngroq bo'lgan changi soqolli qaroqchiga. Yirtqich hayvondek cho'llarda qotirab, gunoh qilguncha halol anjak bilan kuning olsam bo'lmamdi. Xudodan qo'rqmamsan. Changi soqolli qaroqchi bo'lishiga varqirab Mahmudga haqorat yog'dirg'ini turdi. Sen meni gunohkor deysan, o'zingni gunoh yo'qmi? Deydi u. Sana o'xshash beylarning dastidan kun ololmay qaroqchi bo'ldi. Ash ko'zli beylar bir-biri bilan so'qishib, elga tinchlik bermadi. Bizning bek meni cheriklik tutdi. Boshqa bir begning cheriklari bilan jang qildi. Beylar o'zlarining nafsi uchun bizni odam o'ldirishga majburladi. Oxiri men qochib ketdim. Yezamga qaytib kelsam, xotin bolarim yo'q. Bolarim malamanchilikda o'lib ketibdi. Xotinimni qo'l qilib sevdim etibdi. Onu iş yersiz tapalmadım. Mani yana qaysi yo'l qoldi. Mani ishga yil bo'ldi. Qaroqchilik qilyapman. Sana o'xshash boy beylarning azitini beryapman. Bu men ularni quruq gibini anlab o'tirmay, ularni chirib tashlaydi, dedi bir qo'riqchi. Mahmud Turumtayning yurishi bilan asta o'rnidan turdi. Ularni qo'yib o'tinglar, dedi u hech kimga qaramay. Qo'riqchilar ham-tam bo'lib turib qoldi. Changi soqolli fursatni g'animat bilib, shu an sakrab qopdi-da. "Etimni qaytirib beraman!" deb baqirdi. "Ona etini qaytirib beraman!" dedi Mahmud. Yana bir qaroqchimi Mahmudga yolvordi. "Mahmud kelsa bularni to'piydim. Yo'qol!" dedi Mahmud. Qaroqchilar otlariga minib ketdi. Karvon Edil daryosi bo'yiga berib, kayniga yondi. Mahmud Opalga qaytib kelgandan keyin uzundan beri ko'ngliga pukib kelgan orzusi bo'yicha ishga kirishib ketdi. U kunduzlari Opal madrasasida dars o'tsa, kechalari uzun safar jarayonida to'plagan qo'l yozmalarini raslaydi, tuzatdi. Uning rafiqasi Cho'lpon Ay uningga yaqindan yordamlashatdi. Tayyor bo'lgan qo'l yozmalarni chiroyli xushxat qilib ko'chiradi. Ko'chirilib bo'lganlarini kun muqobiga elib tutlaydi. "Bu bir cho'g'bayliq Cho'lpon", deydi Mahmud qo'l yozmalarini ko'rsatdi. "Bularni ilmiy uslubda ratlab yozib chiqsam, qomus qo'ldagi bir katta divan bo'lib chiqadi." Anglayotganinglar, Beliqtordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Qonga bo'yalgan o'rda. Qarxoniylarning xoqoni Sulaymon Arslanxon bilan uning inisi Muhammad Bug'roxon o'ttirsida urush boshlandi. Mahmud Qashqariga uzundan buyon adolat saqlab kelayotgan Yovliq Sariqbay fursat keldi deb 5000 kishilik qo'shin bilan Opalga hujum qildi. Oziq qal'asining qo'riqchilari mingga yetmaydi. Mahmud Qashqari qal'a mudofiasiga shaxsan o'zi qo'mondonlik qildi. Cho'lpon Ay ayol jangchilariga, Turumtay qurolli qullarga rahbarlik qildi. Shiddatli jang bo'ldi. Halbuki ikki tarafning kuch farqi cho'ng edi. Oziq qal'asidagilar botirona jang qilgan bo'lsa-mu, dushmanning hujumlarini chekintirishga amalsiz qilyapti. O'lgan va yarador bo'lganlar ko'paydi. Mahmud Qashqarning yaqinlaridan bir qism kishilar taslim bo'lish fikrini o'tirib qo'ydi. "Yo'q", dedi Mahmud. "Hozir Qashqarda Hasan degan ish boshqaryapti. U ma'rifatparvarlik, bilimlik zot. Gunohsiz fuqarolarni bostirishda bundoq yolg'izlikqa u yo'l qo'ymaydi."
degandek qosh qaraygan mahalda Qashqar tarafdan bir to'p otliqlar chang to'sib chekib keldi. Hazreti Hasan degandir farmon! deb farqirdi ulardan biri etidan tushmay turib. Yavlaq Sarix farmon yozilgan qog'ozni elib o'qidi va jimib ketdi. Oxiri taxt varisining farmoniga noiloj bo'ysunib, ro'yi tushgan holda qo'shunini chekin Bilqut xazinasi. Arslanxon qo'shuni bilan Bug'roxon qo'shuni o'ttirsada jang bo'ldi. Muhammad Bug'roxon g'alaba qildi. Sulaymon Arslanxon yat istilochilar tarafidan emas, balki o'z qarindosh tarafidan asirga elindi. Muhammad Bug'roxon Talasda istiqjob qo'shinlarini birlashtirib, yo'l bo'yidagi bag va tarxonlarni o'ziga bo'ysundirib, milodiya 1057-yili sovuq shamol gurkirab turgan kashkuzlarning birida Qorxoniylar sulolasining asosliq ostonasi bo'lgan Qashqar shahriga g'alaba tantanasi bilan kirib keldi. U xonlik taxtini qurol kuch bilan tortib olib, o'zini Buyuk Xoqon deb atadi. Muhammad Bug'roxon oltin taxtda o'tirib, vazirlarning ma'lumotlarini anglamoqda edi. Xazina vaziri taxt oldiga kelib ta'zim qildi. Shavkatlik Bug'roxon oliylariga ma'lum bo'lganki, orda xazinasidagi oltin kumushlarni Hasan degan qo'ldan yetkazib ketibdi. Amaldorlar bilan qo'shinlarning ta'minotini hal qilish tas bo'lyotdi. Kun erkin unvonliq vazir mundaq dedi. Qo'shni allar savdogarlari navbatdagi vaziyatning muqimligiga ishonolmay, bir tarafga mol chiqishni to'xtatib qo'yishibdi. Vazirlar birdan-bir ko'ngilsiz ma'lumotlarni yetkazmoqda edi. Bug'roxonning beshi sangilab ketdi. Muhammad Bug'roxon o'zining ko'ni ulpiti, Sochiya madrasasining bosh mudarrisi Husayn Xalfatni chaqirdi. Husayn Xalfat keldi. Bug'roxon mudarrisning qo'lini ikki qo'li bilan chingsqib ko'rishgandan keyin uni oyilim xonasiga boshlab kirdi. Ular gelam ustiga silingan 4 qat kimxob ko'rpini o'ldirishdi. Bug'roxon Husayn Xalfatni o'rnida mansab tutishga taklif qildi. İltifatlarga teşekkür, dedi mudarris. Lekin men qiridim. Tan saqligim yaxshi emas. Saroy ishidagi mushkul vazifalarning o'tisidan chiqa olishim tas. Bug'roxon ko'ni ulpitining o'zi bilan hamkorlashishni xohlamaydiganligini ko'rib, texmi g'ayrisli his qildi. Parishonlik chumgan Bug'roxon navrisi Mahmudni ko'rish uchun o'polga keldi. Mushkullarda birer mansabni ustingga elib, dedi Bug'roxon. Biliming bilan g'ayratingni joriy qildirgan bo'lsang, menga tog'dek yo'lak bo'larding. Bu haqda necha qitim eg'iz ochgan bo'lsam, unutmay kelyapsan. Mahmud bo'sni ranjitib qo'ymaslik uchun mumkin qadar silliq so'zlashga tirishdi. Bova, siz meni tarbiyalab o'stirdingiz. Ömrüm bo'yi xizmatingizni qilsam-mu ajringizni yondira olmayman. Lekin menimi o'ylang, men o'zimni ilmiy ishlarga bag'ishladim. Qo'l yozmalarimni ratlab, bir divan yozishga tutish qildim. Mansab tutsam bu ishlarimga ta'sir etdi. Mahmud bo'sini No'ruz buloq ko'pligiga boshlab chiqdi. Bu yerda yangidan silingan xeyli cho'ng bir bino qad ko'tarib turibdi. Bu yangi madras, deb tushuntirdi Mahmud. Qishgacha ko'ni madrasadagi talablarni bu yerga yetkazib kelmoqchiman. Ko'rkam imorat bo'pti, dedi Bug'roxon rozimanlik bilan beshini yig'ishdi. Yaxshi loyihalanibdi. Qurilishning chiqimi uchun serap yig'dingmi? Yo'q, deb javob berdi Mahmud. O'z yenimda chiqardim bu. Bug'roxon yana beshini irg'itdi. Savobli ish qilibsan, bolam. Ular madrasaning ichiga kirib ketdi. Ular Oziq qal'asiga qaytib kelgandan keyin Mahmud bo'g'ziga mundaq bir iltimosni aytdi. Buva, To'rintayni o'rlik chiqarsam deyman. Men uni qo'ldak emas, oilamizning a'zosidek ko'raman. Karvon bilan yo'l orligan safarimda u qo'limga qo'l, putimga put bo'ldi. Qishchoq cho'lida qaroqchilarning hujumiga uchraganda u meni o'limdan qutuldirib qoldi. Xon buva,
shu qo'lni o'rnak chiqarish haqida hujjat yozib bersangiz lekin ijozat bo'ladi. Buğraxon boshda bu fikrga ancha qo'shilmagan bo'lsa-mu, keyin Mahmudning chin turishi bilan ma'qul bo'ldi va Turumtoyni qo'lliqdan ozod qilish haqida hujjat yozib berdi. Hujjat yozilib bo'lgandan keyin Buğraxon gapning mavzusini boshqa tarafga burdi. Bo'ldi, bu gapni qo'yayli, dedi u. Men otangni chaqirtib, Borisxonga yorliq avatdim. Xoqonliq taxtni otangga o'tkazib bermoqchiman. Men qiyratdiman bolam. Qiyinchiliklar kundan kunga tog'dek do'linib ketyapti. Men bardoshlik bera olmadim. Endi bu ishlarni Husayn kelib qo'liga olsin. U sog'lom, iqtidorli odam. U men qilolmagan ishlarni qila oladi. Otam xoqon bo'lgandan keyin siz qanday qilasiz? Mahmud ehtiyot bilan so'rab baqdi. Men yana talafga ketaman. Bu yerning majrosidan joq to'ydim o'g'lim, dedi Buğraxon. Muhammad Buğraxonning cho'ng xonishi uzun umr ko'rolmadi. U o'g'li Husayn texi balog'atga yetmagan chog'da olamdan o'tgan edi. Hozir Buğraxonning o'zidan kichik bo'lgan bir xonishi bor edi. Buğraxon o'rinbosarxon bo'lgandan keyin bu xonish Ulug' Oltin Tarim degan nom bilan atiladigan bo'lgan edi. Ana shu Ulug' Oltin Tarim oxirgi kunlardan biri Buğraxonga orom bermaydigan bo'lib qolgan edi. U Buğraxonning xoqonlik taxtini Husaynga o'tkazib berish qarorini o'qigandan keyin xuddi ko'kyin chaqqan baytaldek tipirlab ketdi. Husayn Ulug' Oltin Tarimga o'lgan. Halbuki Ulug' Oltin Tarimning İbrahim ismli o'z o'g'li bor edi. Ulug' Oltin Tarim ana shu o'g'li İbrahimni taxt varis qilish ko'yida barcha amalni ishga solib, jiddiy harakatlanishga boshladi. İbrahim o'z o'g'limiz bu deyman, deydi u Buğraxonga. Onunla istiqbolni o'ylasangiz bo'lmadi. Husayn sizning davlatingizda ilxon bo'ldi. Lekin İbrahim texicha nom nishonsiz bo'ynini qisib yuradi. Buğraxon darg'azab bo'lib uning ko'tiltashlarini bo'lib o'tdi. To'la kapshima. Bu sening boshqa turgan ishing emas. Husayn bilan İbrahim bir odadan bo'lgan qarindoshlar. Ularni o'rinlashtirish mening ishim. Husayn xoqon bo'ldi. İbrahim vazir bo'lib unga yordamlashadi. Ulug' Oltin Tarim Buğraxonga yana bu haqda so'zlasa, daksin yeydiganligini tushunadi. Lekin u niyatidan yanmadi. Buğraxon opalga ketgan kuni bu tinim topmaydigan xonish o'g'li İbrahimni huzuriga chaqirdi. İbrahim kirib onasiga ta'zim qildi. Ana bola ikkalan bir oz paranglashgandan keyin Ulug' Oltin Tarim mundaq dedi. Ish tushgandan keyin Husayn keladi. Buni o'ylab qo'ydingmi? Akam kelsa kelmamdi. Buni o'ylaydigan nimasi bor? dedi İbrahim. Oltin Tarimning ishi bo'lib ketdi. Ya Allah İbrahim, qachon aqlingni toparsan? dedi u. Bo'ldi, chiq, ishimni qil. İbrahim hopila-shopila o'rnidan turib chiqib ketdi. Qahraton qish kunlarining birida Husayn qadimiy xonishi Bubi Robiya bilan Qashqarga yenib keldi. Husayn otasi bilan ko'rishib bo'lib, xushtabassum bilan o'gay onasiga ta'zim qildi. Kechtirdingizmi, hurmatli ona? Ulug' Oltin Tarimning rangi o'mib ketdi. Shundaqdimi u darhol chiroyiga kulgi yugurdi. Xush kelibsiz. Bubi Robiya uning bilan quchoqlashishga tanshaldi. Lekin Ulug' Oltin Tarim onalardek ish qilmadi. Uni quchoqlamadi, suymadi. Husayn İbrahimni quchoqladi. İbrahim huduqqandek bir qismi bo'lib harakat qilmadi. Bilqut o'mlitib og'zini ochgan bo'lsa-mu, zuvan chiqmadi. Husayn otasi bilan so'zlashib bo'lgandan keyin o'g'li Mahmud Qashqarni yeniga chaqirdi. Ahvol otam o'ylagandan murakkab ekan, dedi Husayn. Ulug' Oltin Tarimning tuqqanlari va bir qism qo'mondonlar isyon ko'tarishni qasdlab etibdi. Sen darhol otlanib chiqib, o'pol bilan otishning orliqidagi uruq aymoqlarni qurollantirib safarbar qil.
Ardın atışdaki muntizim qo'shin bilan birlashib, shu suiqasdchi baglarning yo'lini to'sibdir. Agar yaxshi kunning yomoni bo'lib qolsa, ilohim undaq so'zlarni harom qilsin. Agar shundoq bo'lib qolsa, Borisxonga ketgin. U yerga kuyovimiz Inol teginni hokim qilib qo'ydim. Ma'qul, dedi Mahmud. Mahmud o'pinga qaytdi. U yo'l tayyorligini qilib, qo'l ostidagilarga buyruq berib, u yoqdan bu yoqqa oldirash mengib yurganda, ushtum tut uy ichidan bargit sadosi anglandi. Mahmud hayron bo'lib uyga kirdi. Qarasa, uning rafiqi qiz Cho'lponay hasratli qiyofatda o'tirib, berilib bargit kelyotdi. Men bo'ldim. Mahmud muloyimlik bilan so'radi. Bo'layotgan bu ishlarga qarab, ishim siqilib ketyotdi, dedi Cho'lponay. Bu ishlarning kaynidan qandoqdir shundoq turib turadi. Ko'nglim sezyapti, xo'jam. O'zingizga taxas bo'ling. Hech gap yo'q, behuda haq qilmagan, dedi Mahmud va Cho'lponayning ikki qo'lini mahkam qisib, qo'yib chiqib ketdi. Qashqar sarayda vazirlar va qo'mondonlar jam bo'ldi. Xoqon almishadigan yig'in ochildi. Muhammad Bug'roxon yig'in ishtirokchilariga nutq so'zlab, oxirida mundoq dedi: Xoqoniyning toj va taxtini o'z ixtiyorim bilan cho'ng o'g'lim Husaynga topshirdim. Bugundan e'tiboran o'g'lim Husayn taxt sohibi bo'lsin. Shavkatlik vazirlar, bahodir qo'mondonlar, amdi Husayn Bug'roxonning amrini vojib belgaysizlar. Husayn taxtga o'tirdi. Murosim ishtirokchilari taxtning oldiga kelib bay'at qildi. Husayn Bug'roxonga muborak bo'lg'oy. Husayn o'rnidan turdi va elni adolat bilan so'raydiganligini bildirib, Qur'on tutib qasamiyat qildi. Murosim oyoqlashgandan keyin hammaylar ziyofat hozirlangan xonaga ko'chib, dasturxonni cho'rlab o'tirdi. Bu chaqda yandagi ishqiya echilib, ulug' oltin tarim ko'rindi. U Ibrohimni ishorat bilan yeniga chaqirib oldi. Endi u uydan chiqma, dedi oltin tarim. G'ayratli bo'l Ibrohim, hozir sen Xoqon bo'lasan. Shu gap bilan u qo'ynidan bir kichik qutini chiqardi va chira ustidagi sharbat qo'yilgan chinlarga qandoqdir suyuqlikni oz-ozdan qo'ydi. Yo'q, uni qilma jonim ona, deb varqa tashladi qo'rqib ketgan Ibrohim. Onasi uningga parvo qilmadi. Uning ishorati bilan ikki qo'l chinlarni ishtilagan bo'lib tuzdida ziyofat so'rniga ochib ketdi. Ziyofat so'rindigilar anar sharbati quyilgan chinlarni erishdi va param bilan o'ldirishib ichishdi. Ushtum tut Muhammad Bug'roxon ikki qo'li bilan maydisini chin besib olib, og'zini yo'g'on ochdida bir yonga qiysib yiqilganicha yetib qoldi. Husayn o'rnidan irg'ib turdi va nimanidir tutmoqchi bo'lgandek bir qo'lni oldiga so'zib, deb xirqirgan ovozda varqiradi va shu on dasturxon ustiga gup qilib yiqildi. Dasturxon atrofida o'tirganlardan yana bir necha kishimi ilgir keyin bo'lib har yonga yiqildi. Xonish yandagi xonga o'rlashtirilib qo'ygan navkarlar qilishlarini yalang'ashlab, fojia yuz bergan so'riniga etilib kirdi. Saroy ichida isyonchilarning cheriklari to'shib ketdi. Muhammad Bug'roxonga sodiq bo'lgan navkarlarning qarshiligi osonli bostirildi. Xonish ulug' oltin tarim qo'rqib, temir qab qolgan Ibrohimni qo'lidan tortib, so'rashtirgan holda taxt supsiga chiqdi. O bu yerda to'plangan o'zining qo'llug'chilariga go'yoki do'zax o'tini chechib turgan ko'zlari bilan bir qurib qarab chiqdi. Ondan o'zining kuchli va qo'rqinchli ovozi bilan e'lon qildi: Allohning irodasi bilan hozirdan boshlab o'g'lim Ibrohim Xoqon bo'ldi. Endi o Ibrohim Bug'roq Qaraxon deb ota bilan ulug'lanadi. Ibrohim taxtga o'tirdi. Isyonkorlar ta'zim qilib, unga itoat bildirdi. Fojia yuz berganda Husaynning xonishi Bubi Robiya oltin tarim ayollar uchun ziyofat hozirlangan ayrim xonada edi.
Ushtum tut Barisxondan ular bilan birga kelgan bir tarixon, bir top cheriklar bilan yugurib keldida. Tuzluğun altınlarım, isyan! deb varqaradi va Bobby Rabiya esini yig'ib olguncha uning qo'lidan tortib tashqariga elib chiqdi. Ziyofatdagi ayollar qo'rqib ketganlikdan qalaymaqan chirqirab uyni boshqariga kelishdi. Barisxonlik navkarlar Bobby Rabiyani o'tirg'iga elib, isyonchi cheriklarning hujumlarini chekintirgach, o'rda darvozasidan sirtga elib chiqib ketdi. Ular o'rdadan chiqib bir hazo yo'l yurgandan keyin Nizomiddin Isrofil To'g'on Tegin boshchiligidagi qo'shin bilan uchrashdi. Bobby Rabiya Yeliq Tarxonning yordamida otdan tushdi va To'g'on Teginga esilib, "Mahmud bolamning jon do'stisan!" deb yig'lab ketdi. "Alahmulloh oltin tarif!" dedi To'g'on Tegin uningga tasalli berib. "O'lgandan keyin o'lmaklik yo'q. Endi tiriklarning g'amini qilaylik. Sizlar darhol Nuq yo'l orqali Ko'kara tog'laridan o'tib, Barisxonga ketinglar." "Mahmudjon, sizjon." "Mahmudga xabar yo'lladim," dedi To'g'on Tegin. "U muatishdan Obolga kelib, Nuq yo'liga chiqadi. Men qo'shinim bilan isyonchilarni to'sib turaman." Noma'lum bir otliq qo'shin Oziq qal'asining oldiga keldi. Ularning 3 vakili qal'a ichiga kirib Turumtayga "O'zi qotib uyaldi. Bo'g'onxon bilan Husayn zaharlab o'ldirildi. Endi Mahmud Qashqarni qutuldirish kerak. Siz bo'linglar. Bizni Mahmud Qashqar bilan ko'rishtiringlar." dedi. "Raskatku! Rad!" Shuning bilan bu 3 vakil ortiq gap qilmasdan orqasiga burilishdi-da, oldirab chiqib ketishdi. Noma'lum qo'shin ot yo'liga tushib, otlarni bo'lishiga choptirgan zetik uzab ketdi. Oradan uzun o'tmay shu qo'shin ketgan tarafdan bir odam ezini choptirib, Oziq qal'asiga kirdi-da, Turumtayga oldirib so'zlab ketdi. "Men karvonbeshi, ahvol chataq. Bu Jalloh Sariqning qo'shini Mahmud Qashqarni tutish uchun otishib ketyapti. Men shu qo'shinda edim. Meni majburiy cheriklikka tutgan edi. O'g'irlik ulardan ayrilib qaytib keldim." Turumtay xuddi jini chiqib ketayotgandek bo'lib, ikki mushti bilan o'zining beshi qattiq urdida, chiroyida qon didori qolmadi. "Yur!" dedi u karvon beshining beligidan tortib. "Bu gaplarni Cho'lponay oltin tarafga aytmasak bo'lmaydi." Cho'lponay karvon beshining aytganlarini anglagandan keyin o'zini unutgan holda o'rnidan dast turdi-da, "Manayli!" deb xitob qildi u. "Turumtay, barliq cheriklarni, qullarni, qurol tuta oladigan odamning hammasini yig', otlanayli. Yolg'on Farisning kendini qo'llab yetish kerak. Ularning hiylasiga yo'l qo'ymaylik. Mahmudni endi faqat bizni qutuldira olishimiz mumkin." U bo'g'in terisidan tikilgan kalta jo'sini kiyib, beliga qilish osdi. Shunday qilib, Opal cheriklarga Cho'lponay oltin tarib, o'zi qo'mondan bo'lib, sap oldiga o'tdi. Ular karvon beshining yo'l boshlashi bilan qor bosgan dalada shiddatli ilgirladi. Yiroqda Yolg'on Sariqning qo'shini ko'rindi. Cho'lponay qilishni qinidan sug'urib elib, bo'lishiga qo'yibdi. "Hay, hay!" deb barqirdi u Yolg'on Sariq qo'shiniga yaqinlab kelganda. "To'xtanglar, Mahmud Qashqari, sizlarni chaqirmadi." Yolg'on Sariq bu gaplarni anglab gangirab qoldi. Shu asnoda Cho'lponay va uning sheriklari bu tavakkilchi qora niyatlar orasiga bo'sib kirib ketdi. "Oy, bu nimaga? Mahmud Qashqar qani?" dedi Yolg'on Sariq ularga. Uning ovozi tex besmay turibla Cho'lponayning qo'lidagi agri qilich ko'zini yumib ochqicha uning beshiga urildi. Bosh yerildi. Gunohkor tandan omonat uchib chiqib ketdi. Opal cheriklari qilish, nayzlarni ishqa soldi. Cho'lponay qilishvozlik babidagi mahoratini rosa boyiga yetkazib namoyon qildi. Qalaymaqan giralishib ketgan kishilarning orasidan bir changi soqolliq yov cherik chiqib kelib, Cho'lponayning ko'krigiga nayza urdi. Cho'lponay egardan siyrilib tushib ketdi. Ancha yiroq bo'lmagan joyda dushmanning adibini berayotgan Turumtay buni ko'rib, ertadan sakrab tushdi-da, qimir qilmasdan yotgan Cho'lponayni ko'tarib, janggohdan elib chiqdi.
Şu esnada bu qısqığını canlı ayaqlaşdı. Sərkərdisdən ayrılğan yav qoşunu tərəf-tərəfə pitirib tarqılıb ketdi. Turumtay, Çolpan ayını ayaqları təgməyən joydagi oppoq qarning ustiga avaylab yotqizib qo'ydi. Turumtay opal çeyreklerini başlap tüm üstüden aşkanda atışqa yetib keldi ve bulup ötken faciani Mahmud Qashqariga uqtirdi. Mahmudning ne kadar g'ayratlik, irodalik ekanligi kishilarni hayratga qoldirdi. O bir kunning ichidala to'p-to'plab beshiga tushgan ko'tirgisiz dard hasratdan ko'zlari qorong'ulashib, santurilib ketdi. Yiqilib tushmaslik uchun Turumtayning yelkasini tutib oldi. Ağzıdan emas, yürek bağırdan yığılğanga o'xshash bo'g'uq sado chiqdi. Lekin u yig'lamadı. Hayal o'tmay esini yig'ib oldi. Oyat o'qib duo qildi. Ondan tamamen o'zgarib ketgan inson qalbini larzaga keltiradigan ovozda buyruq berdi. Çeyrekler turg'uzilsin! Ortlamaydi! Mahmud Azıq qal'asiga qaytib kelib, darhol o'zining kutubxonasiga kirdi va qo'l yozmalari selingan sanduqning og'zi ochiq turganligini, qo'l yozmalarining yo'qolganligini ko'rib, totirib ketdi. Bu chaqda ikki talib uning ustozi Husayn Xalbatni yo'lab kirib keldi. Qo'l yozmalaringni bulanchilarning qo'liga tushib ketmasin deb men aytgan edim, dedi ustozi. Endi o'zingga qaytirib beray. Mahmud yo'g'on qopni ko'tarib bo'sug'ida turgan jakarchini amdini ko'rdi. Jakarchi qopni Mahmudning oldiga akilib qo'ydi. Qopqa uning qo'l yozmalari raplik tizilib qochilangan edi. Endi tezroq jabding'in bolam, dedi ustozi. Qazo qilganlarning oxiratlik ishlarini men uğurlashtirman. Mahmud qo'l yozmalar silingan qopni bir otqa tangdirdi va o'z odamlarini boshlab Moq yo'liga ravon bo'ldi. U yo'l bo'yi onasi Bobi Rabiyaning o'zligini qilib mangdi. Uchirgan kishilarning ba'zilari bir to'p otliqlarning Moq yo'li tarafga o'tib ketganligini aytishdi. Yana ba'zilar shu otliqlar ichida yashangan bir ayolni ko'rganligini yodiga elishdi. Mahmud shu otliqlarga yetishib olish uchun otlarini oyimay choptirdi. Hech kim uchirmadi. Lekin tog' yo'llarda nurg'un otlarning tuyoq izlari ko'rinadi. Shuningga qarab, ularni bu yo'ldan o'tib ketdi deb qiyos qilishga bo'ladi. Mahmud va uning odamlari tuyoq izlarini yetirib qo'ymaslikka tirishib ketaverdi. Mahmud Barisxon shahriga yetib keldi. Lekin uning onasi Bobi Rabiya bu yerga kelmagan edi. Keyin Qashqardan qochib kelganlardan ma'lum bo'ldiki, Bobi Rabiya va uning qo'g'dug'ichilar Moq yo'lida ketayotgan isyonchilar qo'g'lab kelib, ularning hammasini qatl qilgan edi. Mahmud bu xabarni anglagandan keyin og'ir kasal bo'lib yetib qoldi. Uning hammachisi Bobi Sarima va uning eri, ya'ni Barisxon hokimi Inal Tegin uni o'z uyida uning holidan xabar berib, usta tabiblarni chaqirib davolatdi. Turumtay atdigandan kechgacha uning yenidan ketmay xizmatini qildi. Inal Tegin bilan Bobi Sarimamo har kuni kelib uni yo'qlab turdi. Tabibning ko'ngil qo'yib davolashi natijasida Mahmud asta-asta saqayib qoldi. Muhammad Bug'roxonning kichik o'g'li Ibrohim taxtga chiqib, o'z taxtini taxladi. Hadislar otasi bilan akasi ko'z oldiga kelib oladi. Uni qo'rqinch bosadi. Ulug' oltin tarim uni yana qutrat qilib turdi. Atrofingda dushmanlar to'lib yotadi Ibrohim. Qaysi dushmanlar? so'radi Ibrohim. Xon davosini qiladigan Mahmudchu, Hasan deganchu, ularni yo'qotish kerak. Ularni? Shunda avval Mahmudni yo'qot, ondan Qashqar bilan Barisxon qo'shinlarini birlashtirib Udumga borsan. Oxiri Ibrohim zo'r qo'shinni boshlab Barisxon tarafga otlandi. Ibrohimning qo'shini Barisxon shahrini qamal qildi. Ularning 3 elchisi otlarni yo'rg'iltib, Sepil darvosining oldiga keldi. Elchiga o'lim yo'q! deb varqiradi ulardan biri.
İbrahim Buğraxonning maktubini aytadi. Inaltigin bilan ko'rishimiz. Darvoza ochildi. Elchilar kirdi. Inaltigin İbrahimning maktubini elib o'qidi. Ondan maktubni yerida turgan Mahmud Qashqariga berdi. Inaltiginning hokimlik mardivasiga daxli tarz yetmaydi. Mahmud Qashqarni ordining bir taraf qilishiga topshirib bersila tamam deb yozilgan edi. İbrahimning asosliq demoqchi bo'lgani ana shuningdan iborat edi. Inaltigin maktubni Mahmudning qo'lidan elib 4 parcha qilib yerga atdi. Ondan shu yirtilgan maktubni elchining qo'liga tutqizib qo'ydi. İbrahim hayvan hazratlariga mening beradigan javobim shu, dedi u qilich chiroyini o'zgarmasdan tamkinlik bilan. Yirtilgan maktubni qo'liga olgan elchining rangi o'ngib ketdi, lekin o'ngdan chiqarmay egildi. 3 elchi sepil darvozasidan chiqib, jang otlariga minishdi va İbrahimning bargohiga qaytib keldi. İbrahim qurolli qismlarining orqa tarafida qurilgan zargulli qizil kimxob chedirda o'zining elchilarini kutib o'tirgan edi. İbrahim elchilarning qo'lidan yirtilgan maktubni oldida xuddi choyinni tutib olgandek ko'rib tashladi va savol ma'nosi ifodalangan nazari bilan bosh qo'mondonga qaradi. "Endi qalamni qo'yib alamni ishga solg'ayli", dedi bosh qo'mondon. Ular sirtqa chiqdi. Qo'yib o'chib o'sib ketgan do'nga gelib selindi. Cho'risiga mash'dan kuchli tutilgan qizil kimxob kunlik tishlandi. İbrahim qoqonliq izdining simvoli bo'lgan shu kunlikning tuyiga kelib o'tirdi. "Hujumni boshlanglar", dedi u yanadagi qo'mondonlarga qo'li bilan sepilni ko'rsatib. "Hujum!" deb baqirdi bosh qo'mondon qilichni egiz ko'tarib. Palaxmanchilar sepilga qaratib tosh yog'dirishga boshladi. Otliq va piyoda qismlar olg'a ilgirladi. Barisxonliklar sepilning kanida jangga tushishni qaror qildi. Sepil darvozalari kam echib etildi. Inaltiginning otliq qo'shinlari va ularning kanidan piyoda qo'shinlari dalga chiqdi. Mahmud Qashqarning ichiga patmay ketgan dardu va hasratlari endi g'azab va kuchga aylandi. O bir büyük atla qo'shinni boshlab sepil darvozasidan chiqdi va qilichni yalang'ochlab "Allohu akbar!" deb xitob qildi-da, etini qushqondek choptirib hujumga o'tdi. Turumtay bilan heliq karvon beshimi uni ikki yenidan qo'rqitib ot soldi. Inaltigin o'z qo'shinini boshlab jang maydonini aniq kuzatgili bo'ladigan egiz tepalikka chiqdi va shu yerda turib har qaysi saflardagi qo'shinlarning harakatiga qo'mondonlik qilishga hozirlandi. Halbuki bu qatimqi jangda baxt qushi kimning beshiga qo'nadiganligi nihoyat tezda ayon bo'ldi. İki tarafning saflari to'qnashmay turibla İbrahimning bir necha qo'mondonlari o'z qo'shinlarini boshlab Inaltigin tarafga qochib o'tib ketdi. "Biz İbrahimni qonuniy tajdor deb e'tirof qilmaymiz", dedi bu qo'mondonlardan biri Inaltiginning oldiga kelib. "Qachonki qonunli xon taxtga chiqishcha Inaltigin hazratlarining rahbarligida turishni xohlaymiz", dedi yana bir qo'mondon. İbrahim o'z qo'shinining xuddi tashkizdagi g'azondek chechirib ketganligini ko'rib qo'rqib ketdi. Chiroyida qon qonmadi. O as hushini yo'qotgan holda yugurib berib, otga mindi va xoqonliq izdining simvoli bo'lgan kimxob kunlikni shu petiga qoldirib, orqa oldiga qaramay qochdi. Faqat oz sondagi nökarlarla uningga ergashdi. Bu nökarlar jinni qo'lga olib qo'ygandek ko'rinardi. Ular qaytib ketib, qo'zg'uvchilarni yaqin keltirmaslik uchun orqa qaratib, o'qyadan o'q o'zgini turdi. Mahmud Qashqarning qo'mondonligi ostidagi cheriklar ularni qo'g'lab ketib atdi. Ya o'qlari ularning qatoridan bir necha kishini yiqitdi. Turumtay etini qamchilab Mahmudga yaqinlashdi. "Hazratim, o'q tegib ketmasin, buni qalqonni elib edim", deb baqirdi u va Mahmudga o'zining qalqinini sunib berdi. Lekin uning qalqini Mahmudning qo'liga yetmay turib tushib ketdi. Turumtay xuddi cho'chib ketgandek bir silkindi-da, egardan siyrilib tushib, yerga yetib qoldi.
Turumtay! deb xitob qildi Mahmud etidan sakrab tushib, Turumtayning ko'kragida yo o'q sanchilib turardi. Mahmud uning yeniga tizlandi. Uning tiniqini, yuragini tekshirib ko'rdi. Turumtayning tiniqimi, yuragining so'qishini to'xtagan edi. Mahmud uning yenida turmay, beshini sangiltib o'tiraverdi. U xuddi bayovandagi tikanga o'xshash yolg'izlik his qilmoqda edi. Bütün etrafda İnal Tegin'nin çerisleri kalbi tentenisi bilen çoğan salmakta iyiydi. Can ayaklaştı. Bəkrək çoğan serişip ketken bir top çerikler Mahmud'un dikkatini kozgadı. Yaş bir çevendaz iki kolu arkan bilen bağlangan bir kişini etir sürtüp yetivattı. Bu tutkunni her yandan koşup kelivatkan atlık ve piyade çerikler hoşal bulup var kırışattı. Amcımını tuttu, İnal Tegin'de suyuncalı mı? Mahmud orundan turup tutkunga qaradı. Bu tutkun İbrahim idi. Onun zərbat tonu tobuğu bilengen ve yırtılgan, ak yepek sallisi çoğulup mürzüp düşüp kalgan idi. Onun iki kolu kıl arkan bilen bağlangan. Arkanın bir uçu aldıda ketivatkan atның ilgirge çetilgan idi. Mahmud onun kaynidan qarab turib qaldı. Asi tağısının bu haleti onun da hiç qandaq təsir qaldırmadı. O ya g'azablanmadi, ya o'kinmadi. Shu topda onun go'yoki qorong'u bo'shliqqa o'xshab qolgan qalbida yetimlik tuyg'usidan boshqa hech nima yo'q edi. 2 kundan keyin İnal Tegin qizi va mubtillarning hamrohligida divan mahkamasining oldiga maydonga chiqib, bu yerda yig'ilgan jamoat oldida İbrahimning ustidan hukm chiqardi. Kallıs elanso! Shunda qilib İbrahim ibn Muhammed o'z otasi va akasining xuni badriga kelgan taxtga chiqib, to'p-to'g'ri 6 oy o'tgandan keyin yosh jonidan ayrildi. Qashqar ordusida qolgan ulug' oltin tarim Barisxondan qaytib kelgan odamlarni ko'rgandan keyin u da bir necha kungacha o'z hujrasiga so'linib oldi. İbrahim ölmeydi, deydi u o'z o'ziga. İbrahim ölmeydi, o o'zi bo'lmaydi. Onun ko'zlari shuncha ko'p kishilarning o'lishiga parvosizlik bilan qaragan ko'zlari xuddi chanoqlardan chiqib ketayotgandek yo'g'on echilib ketdi. Shira ustida oq qosh teshidan qapoq shaklida o'yib ishlangan nafis bir quti turardi. Ulug' oltin tarim yo'g'on echilgan ko'zlari bilan shu qutiga tikilib qaradi. U qutini elib og'zini ochdi. Uning qo'llari titradi. Qutining og'zini ko'pirib ketgan lavlariga tekkizdi. Beshini chayniga tashlab, qutidagining hammasini ichiratdi. Mahmud Arslan Tegin bilan Hasan Tegin Xotandan Qashqarga qaytib keldi. Jang bo'lmadi. Parokandachilikmi yuz bermadi. Azizona Qashqar go'yo motam tutayotgandek jimjit edi. Muhammed Bug'raxon taxtni tortib olganda xon jamoatining a'zolari bu yerga qadam bosmagan edi. Endi Arslan Teginning chaqirqi bo'yicha har qaysi yurtlardagi ilk xonlar va teginlar bu cho'ng ostonda jam bo'ldi. Xon jamoatining yig'ini ejilib, taxt sohibi e'lon qilindi. Mahmud Arslan Tegin xoqon bo'ldi va u To'g'ri Qoraxon degan unvon bilan ulug'landi. Hasan Tegin o'rin basarxon bo'ldi va u Bug'raxon unvoni bilan ataldi. Mahmud Qashqari yoz va kuz faslarining Barisxonda o'tkazib, milodiya 1061-yili bahorda safarga chopdi. G'arbi Qorxoniylarning oliy hukmdori İbrahim Tabg'ashxon uni Samarqandga taklif qilgan edi. Shunda qilib, qora qismatning shafqatsizlarcha siqishlari ichida yurak bag'ri zarbat bilan to'lgan yosh olim ko'klam fasldagi quyoshli kunlarning birida Samarqandni panoh tortib yo'lga chiqdi. Xudoyimga omonat jinim bolam, dedi Bubi Salima oltin tarim uning peshonasiga suyib. Ah yo'l bo'lsin qadrli inim,
dedi Enaltigin Mahmudni mahkam quchoqlab. Mahmud Qashqarning karvoni cho'l tarafga so'zilgan karvon yo'liga tushib, asta-asta yiroqlashib ketdi. Xush kelibsiz, Mavlona Mahmud, dedi İbrahim Tapg'ashqan darvoza oldida otdan tushgan Mahmudni quchoqlab. Qani, ishga kirayli. Bu yerni o'z uyingizda ko'rgansiz, qadrlikim. İltifatingizga ko'p tashakkur, Tapg'ashqan oliyleri, dedi Mahmud uningga ta'zim qilib. Pekirni İbrahim tog'a deb atavering, qadrlikim. Biz urug' tuqqan odamlar emasmi? Shu gap bilan İbrahim Tapg'ashqan Mahmudni shaxsan o'zi o'rta darvozasidan boshlab kirib ketdi. Shunda qilib, o'z ona yurti azizona Qashqarni tark etib, musofir bo'lgan dardman olim Samarqand ordusidagi tuqqanlarning ilmiq mehr muhabbatiga to'lgan xonadonida turib qoldi. Aradan 2 yilga yaqin vaqt o'tdi. Bir kuni Mahmud İbrahim Tapg'ashqanning yeniga keldi. Oliylarga bir iltimosim bor, dedi u salomdan keyin. Saxovat yolqinning uchqunini Pekirga marhamat qildilar. Allohning nazari tushgan Buxoroi Azimga borsam deyman. Shu Azim shahardagi ilmiy muassasalarning birida xizmat qilsam degan orzuyim bor. Tapg'ashqan ma'qul bo'ldi. Munajjim va Qur'ondozlar tanlagan xosiyatli kunlarning birida Mahmud Qashqari Mavara un-Nahir hukmdori İbrahim Tapg'ash Qaraxonning Buxoro hokimiga o'z qo'li bilan yozgan maktubini qo'yniga silib, Samarqand ordusidan hadiya qilingan 40 tugini karvon qilib, Buxoro yo'liga ravon bo'ldi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Farhod Jilanning Büyük Tilshunos Mahmud Qashqari nomli asrini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atki anglatishimizda davomli anglatamiz. Yoqtirib anglag'iningizga rahmat. Şinjan Universiteti bilen Şinjan Beliqut şerifte birleşip işlep çıkargan Beliqut hazinesi Uygur halkının örf-adet, meşhur şahs, ibadet, makal temsil, çöçek, rivayet qatarlıq Uygur medeniyet hazinesindeki bir baha göğerilen. Karton ilpe, kanun nizam, işaretleri, fen terbiye, fizika, kimya qatarlıq 600'ün artık kesli sahadaki Uygurca, Xanzuca, İngilizce 3 xil til, 6 milyonun artık söz, avaz hem süret bir gevleştirilgen kompüter yumuşak hitabi. Bilmegenini Beliqut'un bil, Beliqut hazinesi. Uyg'ur yozuvchisi Farhod Jilanning Büyük Tilshunos Mahmud Qashqari nomli asri. Bu asar Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatildi. Qantar singan divoni lug'ati turk. Mahmud Buxorodagi madrasalarning birida mudarrislik qilayotganiga 4 yildan oshdi. Bir kuni u madrasadan chiqib ketyapti. Bazar meydanida 30 yoshli bir kishi xaloyiqqa bir nimani da'vat etdi. Mahmud yaqin keldi. Heliq kishi o'zining yenida turgan 9-10 yoshlardagi bir o'g'il bolani qo'li bilan ko'rsatib, yuqori ovozda so'zlaydi. Hey musulmonlar, bu yetim bolaga ishinglar og'ilsin. Beqib qo'ysanglar, cho'g' bo'lganda ishinglar yarab qoladi. Alloh haqida shu yetim bolani beqo'ylanglar. Bu boladan yanmasa Allah'ın yandı. Hey müminler! Salam sizge ey aqko'ngil odam, dedi Mahmud. Pekirning uyida bir chini choy ichishga paranglashsa qanday qaraysizkin? Yaxshi gap. Mahmudning uyiga kelgandan keyin heliq kishi yetim bolani tunishtirdi. Bu kishi asli ilidan chiqqan savdogar bo'lib, Buxoroga yaqin bir yeziga kelganda bu bolani ochliqdan holsizlanib yo'l bo'yida yotgan holatda ko'rgan va ichi og'rib, uni o'zi bilan birga elib ketgan ekan. Bu bola Basmi qabilasidan bo'lib, ota-onasi bilan musofir bo'lib, bu yoqlarga kelib qolgan ekan. Keyin ota-onasi zimmindarning eg'ir zulmi ostida vafot bo'ldi. Gap shu yerga kelganda yetim bola o'zini besib olmay izadab yig'lab ketdi. Yig'lama bolam, yig'lama, dedi Mahmud uning beshini silab. Endi sening uying bo'ladi. Savdogar qaytib ketdi.
Eting nima o'g'lim? deb so'radi Mahmud yetim bolaning yanida o'tirib. İltamur. Ha, man qara İltamur. Endi sen muş uyning odami bo'lding. Men seni baqaman, o'qitaman, bo'lamdi. Iltamur ün chiqmasdan beshini irg'itib qo'ydi. Mahmud shu kunila uni yuyundirdi va yangi kiyimlarni setib olib kiyindirdi. Bir necha kundan keyin Mahmud Iltamurni Shiraning yeniga o'ltirg'izib, oldiga daftarni qo'ydi. Qo'liga qalamni tutib Bugun birinchi darsni boshlaymiz, dedi u. Qara. Alif mundaq yoziladi. Xazinasi. Ba mundaq yoziladi. Xo'p, ustozim. Miladiya 1068-yili yetib keldi. Mahmudning Buxoro hokimi mahkamasida ishlaydigan bir yaqin birodari kelib keldi. O Mahmud bilan salomlashgandan keyin tuvandagi xabarni yetkazdi. Samarqandda Ibrohim Topg'ashgan oliyleri ajal sharobini ichibdi. Cho'ng G'azoda taxtga o'ltirib o'zining to'liqnomini Shamsul Mulk Topg'ashgan deb e'lon qildi. Lekin uning Buxoro hokim bo'lib turguchi Kichik Xonzoda o'kti qo'ydi. Mahmud suhbat beshiga jiddiylashgan savol nazari bilan qarab qoldi. Shuning bilan deb so'zini tamomlashtirdi Mehmon. Bu ishga hukmron hozir paylini buzib o'zaro urush qilish holatida turmoqda. Darvaqa Mahmud Qashqar bilan mahkama amaldori o'tirsida shu suhbat bo'lib 2 kun o'tganda Buxoro xalqi urush vahimi ichida qoldi. Samarqand va Buxoro qo'shinlari bir-biriga qarshi otlanib chiqdi. Jangda Samarqand qo'shini g'alaba qozondi. Shuning bilan Shamsul Mulk butun Mavara un-Nahrning hukmroni bo'lib qoldi. Buxoro mahkamasidagi bir muncha amaldorlar Shamsul Mulkning jazosiga uchrashdan qo'rqib, bir qismi Qashqar, Xotan taraflariga, bir qismi Saljuqiylar tavasiga qochib ketdi. Mahmud Qashqari garchi bu jangga qatnashmagan bo'lsa-mu, Shamsul Mulk bilan tozaga chiqishib ketolmaydi. Şuna onu Saljuqiylar xonligining sobiq ostonasi bo'lgan Nishapur shahriga ko'chib ketdi. Miladiya 1071-yili kiraylab qolgan edi. Nishapur Saljuqiylar xonligining buyuk sultoni Olib Arslan Mahmud Qashqarini dargohiga chaqirib suhbatlashdi. Bag'dodga berib xizmat qilishga ro'yingiz qandoq kelmavloni Mahmud Qashqari? So'radi Olib Arslan. Bu mening uzundan beri ko'nglimga pukib kelayotgan orzuyim Sultonul Azam, dedi Mahmud. Olib Arslan yana mundaq dedi. Hozir arablar ichida turk tilini o'rganish qizg'inlik avj olmoqda. Shunga hazratlari Bag'dodga berib, Abbay Islom sulolasining mo'tvarlariga turk tilidan dars o'tgan bo'lsangiz, ko'ngildagidek ish bo'ladi. Bosh ustiga Sultonul Azam. Olib Arslan o'zining qo'l ostidagi bir amaldorni Mahmudga qo'shib berdi. Shu amaldor Mahmudni Bag'dodga elib bordi va u yerdagi Nizamiya madrasasining bosh muddarrisi G'azzoli Mahmudni xalifa ordisiga boshlab kirdi. Ordining qubulxonasidagi yumshoq ko'rpa va yostiqlar qo'yilgan supida xalifa qoyim o'ltiradi. Yosh ikki qo'l to'gi qushning paylaridan yasalgan ikki yal bugishning uzun saplaridan tutib, uni ikki yondan yalpib turadi. Mahmud cho'nqur egilib ta'zim qildi. Mo'minlarning amri Xalif Qoyim hazratlariga Alloh o'zi rahmat qilg'ay, abadiy esanlik bergay, deb salom berdi u. Xalif Qoyim salomlashib bo'lgandan keyin so'zlab kelib mundaq dedi. Bu yerdagi turk tilini o'rganishga bo'lgan ehtiyoj kundan kunga eshiyotidu. Amaldorlarimiz har qaysi sohalardagi arboblar turk tilini o'rganishni talab qilyapti. Hozir bir qism turk til o'qituvchilari shahrimizdagi madrasalarga o'rinlashtirildi. Sizmi shu madrasalarimizning birida dars o'tsin qandoq mavlona? Xalifa hazratlari, dedi Mahmud. O'qituvchilik xizmati mening tanlab olgan kasbim edi.
Halbuki kaminalarının uzundan beri ko'ngliga tukib kelayotgan yana boshqa orzuyim bor edi. Bilmadim, hazratlari bunga nima deydi ekan. Ha, so'zdan Mavlona. Uzundan beri yig'ilgan qo'l yozmalarimni ratlab, turk xalqlarining shivirlarini selishtirish asosida bir divan yozmoqchi bo'lyapman, dedi Mahmud. Til nasllardan boshqa yana turk qabilalarining tarixiga oid ma'lumotlar, ular yashaydigan joylar, qo'shoqlar, maqol tamsillar, munajjimlik, dorigarlik qatorliq mazmunlarni kirgizmoqchiman. Bu arablarning turk xalqlarini ko'proq tushunish uchun yaxshi qo'llanma bo'lg'adak, dedi xalifa. Mavlona, arabchani xuddi arablardek so'zlaydi ekansiz. Bu asarni arab tilida yozsangiz bo'ladi. Shundoq, arab tilida yozishni o'ylayapman. Yaxshi, amsa boshqalarni qo'yib turib, shu ishni tutish qilg'aysiz. Mahmud xalifaning dinidan qaytib chiqqandan keyin shu kunla G'azzalining tunishtirishi bilan bir o'qituvchiga iltamurni o'qishga berdi. Nizomiya madrasada o'qig'im bor, dedi iltamurni do'msiyib. Mahmud kulib turib uning beshini siladi. Sandir kichik iltamur, dedi u. Nizomiya madrasada maxsus mutaxassislar va davlat xodimlari tarbiyalanadi. Sen hozir o'qituvchi o'tgan darslarni tirishib yurgan. Yeshing yana sal cho'ng bo'lganda men seni Nizomiya madrasasiga kirgizib qo'yaman. Mana ma'vo jilatga, ma'vo kitob, daftarlarimni sol. O'qituvchining uyiga boramiz. Ma'qul. Mahmud qo'l yozmalari silingan sanduqni ochdi va ko'ngli buzilgan holda Qashqarni o'polni esladi. Bo'zi, otsi, cho'lpanay, turumtay bir-birlab ko'z oldiga kelgili turdi. Mahmudning ko'zlaridan yosh agidi. Lekin u shu hamon o'rnidan dast turdi. "Yo'q", dedi u o'z-o'ziga. "Hissiyatga bundoq oson berilib ketishga bo'lmaydi. Men yana nurg'un ishlarni qilishim kerak." U yengidan g'ayratga kelib, sanduqdagi qo'l yozmalarini avaylab elib Shiraga va Shira atrofiga tizildi. U qog'ozlarni oldirmay varaqladi. Varaqlar orasidan go'yo Qashqar, Xotan, Balasag'un, Barisxonning mevilik bog'lari, tog' va dalolari namoyon bo'layotgandek tuyulib ketdi. Mahmud Shiraning yenida o'tirdi. Mahmud qo'l yozmalarini Shiraning ikki yeniga dastalab qo'yib, Shiraga qog'ozlarni qo'ydi va arabcha yozma xat bilan Divonu lug'ati turk deb yozdi. Ondan ikkinchi betni echib, boshqurg'a Bismillahirrohmanirrohim deb yozdi. Shuningdan keyin musulmon mualliflarning yozish uslubi bo'yicha Alloh va Muhammad alayhissalomga olqish madhiya so'zlarini izhor qildi. Endi Muhammad o'g'li Husaynning farzandi Mahmudning so'zini anglag'aysiz. Shu so'zlar yozilib bo'lgandan keyin qalamni qo'yib, bir belgisiz nuqtaga tikilib, xiyol surib o'tirdi. Bir asnodan keyin u o'z kuchiga to'liq ishongan kishilarga xos qat'iylik bilan qalamni yana oldida yozishga kirishib ketdi. Selçuklilar xonligining sultoni Alp Arslan milodiya 1072-yili kuzda zo'r qo'shin bilan Mavara un-Nahirga zo'r qo'shin bilan yurish qildi. Jayhun daryosi bo'yidagi bir qo'g'onning qo'mondoni ularga qarshilik ko'rsatdi. Bir maydon jang bo'ldi. Jangda qo'rg'on muhofizatchilari mag'lub bo'ldi va ularning qo'mondoni asirga tushdi. Selçuk askarlari uni Alp Arslanning oldiga so'rashtirib akirishdi. Bu chaqda asirga tushgan qo'mondan qo'yniga yo'shirib qo'ygan xanjarni chiqardi-da, Alp Arslanning oldiga etilib bordi. Kuch bilan urilgan xanjar sultonning qo'rsqini yerib etdi. Selçuk askarlari xanjar tutgan asirni har tarafdan qilishlab, qiymi-chiymi qilib etdi. Sulton Alp Arslan shahid bo'ldi. Cho'ng xonzoda Jaloliddin Malik-shoh taxtga varislik qildi. Her tarafga ot choptirib ketgan chaparmanlar
Bag'dodning ko'cha va rasmlarida har xil kishilar navbatdagi vaziyat ustida mulohaza yurgizadi. Malik Shohni yaxshi yigit deyishidi. Davlat ishlarini yaxshi boshqarib ketalarmi? Bosh vazir Nizom Mulk ish boshqaradi emasmi? U nihoyat qobil odam. Shunda u marhum Olib Arslan taxtga chiqqandan tortib bosh vazir bo'lib kelyapti. To'g'ri. U bosh vazir bo'lsa, hamma ishlar burunqidek yaxshi bo'lib ketaveradi. Mahmudning yozgan qog'ozlari dasta bo'lib tizilib ketdi. U oxirgi bobni tamomlagandan keyin tövandagi qurlarni yozdi. Kitobni Hijriy 464-yili Jamoadiyal avvalning boshida yozishga kirishgan edim. 4 qatim qayta yozib, tuzitib va tahrirlab Hijriy 466-yili Jamoadiyal oxirining 10-kuni dushanba tugatdim. Shunda qilib Mahmud Qashqarning milodiya 1072-yildan 1074-yili 2 yilgacha bo'lgan jarayonda kunlar va tunlarning chekini ayirmay butun vujud bilan berilib yozgan asri Turk tillar divoni oxirgi hisobda rasmiy tutib chiqdi. Mahmud Shira yenidan turib qaddini rostladi. Shu topda u xuddi cho'ng urushda g'alaba qozongan sarkardidek jasur va mag'rur ko'rinadi. Barakalloh Mavloni. Asringizni yetib bo'psiz. Sizni tabriklayman. G'azzoli xushomliqida Mahmudning qo'lini qo'sh-qo'llab chiqdi. Tashakkur, dedi Mahmud. Birdan paramlashgandan keyin Mahmud so'radi. Iltamor maktabni bitirdi. Uni Nizomiya madrasasiga o'rinlashtirg'ili bo'ladimi? Bo'lmaydigan nimasi bor? dedi G'azzoli. Bu ishni men qo'yib beraman. Iltamor deb to'ladi Mahmud ishni echib. Bu yoqqa kel. Iltamor kirib eshik oldida to'xtadi. Hazrati G'azzoliga salom ber o'g'lim, dedi Mahmud. Bu zot endi sening ustozing bo'ladi. Iltamor cho'nqur egilib ta'zim qildi. Abbasiylar xalifasining sarigi bugun alohida saltanatli tus olgan edi. To'rdagi oltin taxtda xalifa Muhtadibi Amrullah o'ltiradi. Taxtning orqa tarafida ikki dedak qiz tug'uq qushning qanotlaridan yasalgan uzun sopliq galbigish bilan uni yelpib turadi. Taxtning ishliginidan pag'oqcha amaldorlar va olimlar gilam ustida o'tirishgan edi. Murosim rasmiy o'tirg'i chiqib e'lon qilindi. Hozir Hazrati Mahmud Qashqari o'zining Divonu Lug'ati Turk nomli asarni xalifaga taqdim qildi. Mahmud o'rnidan turib taxtning oldiga keldi. Qabul qilg'aysiz xalifa hazratlari, dedi u va kitobni qo'sh-qo'llab oldiga uzatdi. Xalifa kitobni qo'sh-qo'llab qabul qildi. Anglavatqaninglar, beni qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Kindiq qini to'kilgan tuproq. 1078-yili kuzda butun Bag'dod xalqi savrab ketdi. Cho'ng yo'lning ikki tarafida odamlar sanjoq-sanjoq bo'lib ketgan edi. Saljuqiylar sultoni Malik Shoh o'z qo'shini bilan Bag'dod shahriga kirib o'tdi. Qasraqsimon savutda tushdo'bulga kelgan turk cheriklari qator-qator sattar o'tmoqda edi. Oq bo'z otga mingan Malik Shoh do'bulg'isi ustidan navotrang yepak salla o'rg'an, uchsiga zarbat to'n kiyib, beliga qilish osgan edi. Uning kaynidan chor soqolliq bosh vaziri Nizomul Mulk oq qashqiliq to'ruq otga minib kelayotdi. Mahmud Qashqari, G'azzoli va Iltamurmu qarshi olg'uchilar qatorida turib, Malik Shohning Bag'doddagi Saljuqiylar qasriga kirib ketganligini ko'rdi. Bir necha kundan keyin Mahmud Qashqarni sulton Malik Shoh va bosh vazir Nizomul Mulk qabul qildi. Yana bir mazgil o'tgandan keyin bosh vazir Mahmudning devon begi bo'lishga taklif qildi.
Mahmud dastlabda bu mansabga ancha qiziqmagan edi. Ammo keyin bu xizmatga kirishib ketdi. Uning vaqti oldirashchilik bilan o'tadigan bo'lib ketdi. U qo'l ostidagilar bilan suhbatlashadi. Fuqarolarning arz shikoyatlarini anglaydi. Bozor va bosh ishlarini tekshiradi. O'qish sohasidagi ahvollarni surishtiradi. Ishqilib, uning jaboliq ajr singdirishi bilan Saljuqiylarning Bag'doddagi ma'muriy boshqarish ishlarida boshqa jonlanish manzarasi ko'rinishga boshladi. Malik Shohning kichik xonishi Jaloliga turgan xotin G'arbiy Qorxoniylar xoqoni Shamsul Mulkning tog'asining qizi edi. U Samarqandlik malika Saljuqiylar sultoniga yotliq qilingandan keyin o'zini aqlli va qobiliyatli xona sifatida ko'rsatishga boshladi. Malik Shohmo uningga bek amroq edi. Shunga u bu qitim Bag'dodga shu xonishni billi elib kelgan edi. Sultan Malik Shohning uyi. Gelam ustiga kimxob yekandazlar, yo'lvoq yilpiz terimlar selingan. Uning ustiga kashtilangan takilar qo'yilgan. Malik Shoh bilan turgan xotun noz-ne'matlar tizilgan dasturxon yenda paranglashib o'tiribdi. Ay yüzlük iki qul qiz ularning kaynida turib, nefis qizil tovardan yasalgan yo'g'on yalpidishlar bilan ularni yalpib salqin tutdi. Bu chaqda bosh vazir Nizomul Mulk kirdi. Salomdan keyin u sultonga mundoq dedi: Sultonul Azamga ma'lum bo'lsinki, har qaysi mahkemalarimizda ish bajaradigan amaldorlarimiz yetishmayotdi. Sultanul Azam shundoq taklif bermanki, harbiy qismlarda va'dib o'tayotgan bir qism o'qimishliq zotlarni odam kamchil bo'layotgan tarmoqlarga yo'tkash lozim. Unda qarashqa bo'lmasmikin? Dedi sulton beshini chayqab. Nizomul Mulk ahvolni tushuntirdi. Xizmatlarni tartib solishda bir turkum layoqatsiz kishilar qisqartib etildi. Ularning o'rnini to'ldirish uchun qobil kishilarni tepish ta'sis bo'lyapti. Shu chaqqa un chiqarmasdan bir chetda o'tirgan turgan xotin so'zga aralashdi. O'g'lim aybga buyurmasa, bu haqda men fikr yurgizib baxsam, dedi u. So'zlang, dedi Malik Shoh. Sarkardalarni qo'shindan ayirmay, boshqa joylardan odam yo'tsak bo'lmasmi? Dedi xonish. Masalan, Samarqanddan, Qashqardan, umuman Qorxoniylar tavallikidagi joylardan odam yo'tkashga bo'ladi-ku. U yerlarda bilimli odamlar nihoyat ko'p. Malik Shoh Nizomul Mulkka qarab so'radi. So'z chiqqanda bosh vazir hazratlari. Bosh vazir bu fikrni rad qilishga asos topolmadi. Bosh vazir chiqib ketgandan keyin turgan xotin Mahmud Qashqari to'g'risida so'z ochdi. Men Mahmud Qashqariga bir go'zal qul qizni sovg'a qilib beraymikin deb o'ylayapman. Bilmadim, sultonim qo'shilamdikin, dedi turgan xotin. Qo'shilmaydigan nimasi bor? Malik Shoh darhol rozilik berdi. Shunday qilishni muvofiq topgan bo'lsangiz, ixtiyoringiz o'zingizda. Anglasam, o talab sizga ko'p chiqmaydi ekan, deb so'zini davomlashtirdi turgan xotin. Doim g'amkin xiyolchan yuradi ekan. Men uningga shundoq bir go'zal qizni taqdim qilayki, ko'ngli xush bo'lib qolsin, bo'ytaqliq azobidan qutulsin. Turgan xotin Mahmudga sovg'a qilgan qul qiz haqiqatan mo kishini tong qoldiradigan go'zal qiz edi. Orda amaldori uni harabaga o'ltirg'izib, Mahmudning hovlisiga akirib berdi. Qul qiz un chiqarmasdan Mahmudning kanidan minib uyga kirdi. Yeshinib o'tiring, dedi Mahmud. Bu uy endi sizning uyingiz. Qul qiz uzun to'nini silib, shundanli beshidan oldi. Nima degan chiroyli qiz, degan xiyol Mahmudning miyasidan ro'par o'tib ketdi. Ismingiz nima? deb so'radi u. Gulpari, javob berdi qul qiz. Necha yoshga kirdingiz? so'radi Mahmud. 18, dedi Gulpari ko'zlarini yerdan olmay.
Mahmud ortiq gap qilmadi. Chunki shu topda Gulparining peshonasidan munchoq ter chiqib, chiroyi totirib ketgan edi. U Mahmudning har bir so'zi, har bir harakatida cho'chib titrab turardi. "Ma'qul, aram eling", dedi Mahmud. "Mush bo'lma sizning hujrangiz bo'lsin. Nima ma'lum bo'lsa, tartinmay ayting." Gulparining qo'rqish va hayojondan gap qilgudek madori qolmagan edi. U faqat ma'qul degan gapni ifodalab, bo'ston chashliq beshini lanshitib qo'ydi. Mahmud uni o'z holiga qo'yishni muvofiq ko'rib, gap qilmay chiqib ketdi. Ertasi nashtadan keyin Mahmud oshpazlik vazifasini o'tayotgan qari xizmatkordan so'radi. "Gulpari bir narsa yedimi? Tunugun tomqini yemayli yetib qopgan-ku." "Shunda hazratim", dedi xizmatkor. "U bugunmi hech nimaga eg'iz tekkizmay o'ltirdi. Uyimizni qulqinda saqlab nima qilamiz?" dedi Eltamur. "Men qo'l ishlatishni yaxshi ko'rmayman." "Menni yaxshi ko'rmayman, o'g'lim", dedi Mahmud. "Odamlarni hayvonning o'rnida xorlashni yaxshi ko'rmayman. Biroq bu qizni Turgan xotin shaxsan o'z so'q qilib bergan tursa, qabul qilmasligi bo'lmaydi-da." Eltamur beshini chayqab qo'yib gap qilmadi. Gulpari dastlabda Mahmud Qashqardan qo'rqib yotsirab yurgan edi. Keyincha Mahmudning oq ko'ngil, yaxshi niyatli odam ekanligini tushunishga boshladi. "Qizim", dedi Mahmud bir kuni ishdan qaytib kelib Gulpariga. "Siz bugundan boshlab qul emas. Turgan xotinga sizni hurlik chiqirdiganligimni aytdim. Turgan xotinmo bu tarafimga rozi bo'ldi. Endi siz menga bola bo'ling, men sizga dada bo'lay." "Ha, qizim, dada deb deyman", dedi yana Mahmud. "Dada", dedi Gulpari bo'sh ovozda. Birdamdan keyin u etilib berib Mahmudning yeniga o'tirdi va to'sib olib bo'lmaydigan intilish bilan uning beliga yepishdi. "Dada!" Eltamur tarixchi bo'lib ketishib chiqdi. U doim o'z hujrasida tarixiy xotirlarni yozatdi. Bir kuni u qalamni elib, amdili yozishni boshlagan edi, tirilgan barbiz sadosi anglandi. Eltamur yozishni to'xtatib quloq soldi. Barbiz sadosi Gulparining hujrasi tarafdan kelyotdi. Eltamur parvo qilmay yozishga urinib baqdi, lekin aslashmadi. Fikrini markazlashtira olmadi. U tirishdi va qo'pib Gulparining hujrasini ko'zlab baqdi. U Gulpariga barbizni chalmang, ish qilishimga daxli yetkazyotsiz demoqchi edi. Lekin qizning hujrasi oldiga kelganda ixtiyorsiz to'xtab qoldi. Birdan o'ylab turib, beshini chayqadi, keyin yondi. Uni ranjitib qo'ymay, adabsizlik bo'lmasin deb asta kayniga qaytdi. Gulpari Eltamurning tirikishidan bexabar o'z hujrasida yolg'iz o'tirib, barbitni chelayverdi. Shu asnoda Mahmud Qashqarga kelib qoldi. Gulpari beshini ko'tarib Mahmudni ko'rdi-da, darhol barbitni gelamga qo'yib, o'rnidan turdi. "O'ldiring, qizim", dedi Mahmud va o'zimi kirib gelamda o'ltirdi. "Barbitingizni so'ramay elib qo'ydim, dada", dedi Gulpari uning yeniga yugurib. "Kerak yo'q, qizim. Men sizning barbit chaladiganligingizni bilmasdiman. Endi bu barbit sizning bo'lsin, qizim." Gulpari xushal bo'ldi. "Rasma, rahmat sizga, dada." Oradan yana bir yozning ko'proq vaqt o'tdi. Kunlarning birida Mahmud divandan qaytib, barbitning sadosini angladi-da, yangicha bir ahvolni bayqab to'xtab qoldi. Barbit sadosiga qo'shilib, Eltamur bilan Gulpari birlikda naqshi aytayotdi. Mahmud bu yangicha ahvolga qiziqib, Gulparining hujrasi oldiga keldi. Qarasa, ular ikkisi bir-biriga yaqin o'tiradi. Ko'zlaridan o'tliq hissiyot urg'ib turadi. Shu tariqada ular butun dunyoni unutgan holda
zo'q havas bilan naqshi etishmoqda edi. Mahmud putining ustida dastlab o'z hujrasiga chiqib ketdi. Iltamirmo yigit bo'ldi, Gulparimo bo'yiga yetgan qiz deb o'yladi u ularning to'yini qilib qo'yaydi. Mahmud Qashqari Iltamir bilan Gulparining to'yini o'tkazdi. Mehmonlar Mahmudga salom berdi. To'yga muborak hazratlari. Cho'ng savobli ish qildingiz hazratim. Xonish Turkan xotunning qadam tashrif qilganligi to'yning tantanasiga yangi tantana qo'shdi. Kelin qani, Gulpari singlimni ko'ray, dedi Turkan xotun xush tabassum bilan. U Gulpariga marvoyitlar bilan bezitilgan oltin tugmalik yepak ko'ylakni berdi. Buni hozirlik kiyvenan singlim, dedi u. Ondan u yana ikki tiziq go'harni Gulparining bo'yniga o'z qo'li bilan esib qo'ydi. Naqli navo rosa qizib ketdi. Ko'k chaqchaqlar avjiga ko'tarildi. Mahmudning uyqusi qochgan edi. Echib turgan ro'jakdan ko'k osmondagi son-sanoqsiz yulduzlar chimirlab ko'rinib turardi. Tundagi jimjitlikda tuyuqsiz bir yangi jonning, bir buvoqning inga qilib yig'lig'ini anglandi. Hayal o'tmay buvoqning yig'isi yana besiqdi. Gulpari bolasini ematavotdi. Mahmud ixtiyorsiz turda o'zligidan tushunishib bo'lgan bu ishni ko'nglidan o'tkazdi. Iltamirmo ota bo'ldi, deb yana o'yladi Mahmud. O mening oldimga kelganda o'smir bola edi. Mana endi o'zining bolasi bo'ldi. Hamma odam, hamma jonliqlar uyquga ketgan. Faqat Mahmudni uxlayolmagan edi. Mahmud gilamga silingan to'shak ustida xiyol surib o'tirardi. Qashqardagi to'qonlardan hozir kimlar hayot, kimlar yo'q, o'yladi u. Odam qiyrilgancha to'qonlarni sig'inadigan bo'lib qolar ekan. Bu yerda G'azzoli bilan tuqqandek bo'lib qolgan edi. Ummo vafot bo'ldi. Mahmud yetib uxlashga urinib baqdi. Yo'q, uxlayolmadi. Oxirgi vaqtlardan buyon u yolg'iz qolsa, ichi pushib, parishonlikqa to'lgan bo'lib qolgan edi. Hadislar Qashqarning onarliq bog'lari, Sochiya madrasining naqshlik tomlari, Opal va oziqdagi allaqachon olamdan o'tgan suyimli kishilarning unutilmas chiroylarini ko'z oldiga aylantirdi. Iltamir Nizamiya madrasasini tamomlagandan keyin shu madrasada muallim bo'ldi. Bir kuni Mahmud Iltamir bilan Gulparining hujrasiga kirdi. U o'ziga hurmat bildirib, o'rinlaridan turishgan bu bir jup yosh ayolga kulimsirab qaradi. "O'ltiringlar, qo'zg'almanglar", dedi u va yo'gashdagi buvoqni ko'tarib turgan Gulparining oldiga keldi. "Akila, kichik yusni menga bergina", dedi u va buvoqni ko'tarib harakalatdi. Bu uyning yangidan dunyoga kelgan bu kichik a'zosiga Mahmud o'zi Yusuf deb ism qo'ygan edi. Yusuf hojibdek donishmand bo'lsin deb o'ylagan edi. Kichik Yusuf ingalab yig'lab ketdi. "Qo'rsqi ochdi uning", dedi Gulpari va buvoqni elib yondagi bo'limga chiqib ketdi. "Bir gapim bor, Iltamir", dedi Mahmud. "O'zing bilasan, bolam. Men asli Qashqarlik. Hozir Qashqarda otam bilan buvam qarshilashgan tarafning avlodlari hukm surayotgan bo'lg'ashqa, men qarshilamadim. Lekin yeshim cho'ngaygan sari oson ko'nglim buziladigan bo'lib qoldi. Endi qaytib ketaman. Hasan Bug'raxon kallamni olsimi mayli. Kindiqinim to'kilgan tuproqqa yana qon to'kishga roziman. Unchilikmi bo'lib ketmas ota", dedi u. "Hasan Bug'raxonning odillik va oliyjanoblik xeyri nomi bor. Sizlar jo Iltamir, sizlarmi men bilan ketamsizlar?" deb so'radi Mahmud.
Әмді оның көзірі үміт вә iltica мәнісini ifadəlab çaqnab ketdi. Bizmi albatta siz bilan ketimiz, dedi Eltamir. Bu nima deganingiz, dada? Mahmud bilan Eltamir cho'chib ishtarak qarashdi. Gülperi yugurib kelib Mahmudning yeriga o'tirdi-da, uning qo'lini chin qisib tutdi. U o'g'li Yusufni qo'ltib qo'yib chiqqan edi. Biz siz bilan ketmay nega boratdik? dedi u. Bundaqtigicha Qashqariga ketimiz balonlarim. Yuringlar deblar, bizni boshlab maqsimiz bo'lmadimi? Mahmudning ko'zlariga yosh keldi. U Eltamir bilan Gulparini ikki yeniga tortib quchoqladi. Ularning boshlarini siladi. Ma'qul amsa, dedi u. Sultan Isfahanga ketguncha qaytib kelmadi. Men Turkan xotundan Qashqarga ketishimizga ruxsat so'ray. Bo'lmaydi, dedi Turkan xotun keskin talaffuzda. Bag'dod ishlarimiz sizdek odamlarga ehtiyojli. Siz ketsangiz bo'lmaydi. Bu ayol huquqlari dastlabda Mahmud Qashqarini intayin xush muomala bilan izzat hurmatini qilib qarshi olgan edi. Ammo atoqliq tilshunosning Qashqariga ketish to'g'risidagi iltimosini anglagandan keyin biroqli chiroyi o'ngdi va yuqorqidek keskin talaffuz bilan inkor qaytardi. Mahmud alam bilan beshini töven soldi. U Turkan xotunning xulqi mijozini xeyli o'qdan tushunadi. O ağzından çıkan gibi de yanmaydı. Kalemendiğini kılmay kalmaydı. Dep oyladı Mahmud ümitsizlengen halda. Hazırki hizmet ornunuzdan razı emes mi ya siz? Dep sorudu Turkan hatun. Yoksa undaq emes, dedi Mahmud. Fikir mensep davasını kılıp gelmedim. Boldi, hizmetinizi yetkeymen, dedi Turkan hatun. Erteden başlap, orduda hizmet kılısız, orduda məsləhətçi bolun. Sultan Məlik Şahmud sizni burulu məsləhətçilik təklif qılmaqçıydı. Mahmud bu xanışның sözmən və tədbirlik işkənlikleri bilətdi. Lekin bunçilik kəskinlik bilən iş becirdiğanlığını oylamağan idi. O əmdi bu qudretlik ayal hökümdarının qoludan çıxıb Tanrıtaq eteklərine ketelmeydiğanlığını düşəndi. Yurtumda bir görüp olsam aramının yok idi, deb hasratli xitob qildi u. Orda ichi o'rdipi bo'lib ketishdi. Sultan kasal bo'lib yetib qopti. Orda ahli o'zaro xabar yetkazishdi. Bosh vazir Nizamul Mulk ertadan kechgacha tinim topmay amaldor va xizmatkorlarni taraf-tarafga choptirib holni qo'ymadi. Atoqliq teyuklarning hammasini yig'ib kelinglar. Məlik Şahның kesini sozulub ketdi. Turkan xotun kech kunduz uning yeridan ketmadi. O osh tamoqni uyquni unutdi. Kenizaklar uni orom elishga undaydi. Turkan xotun aliylari, deydi ular. Birdan uxlab olg'aysiz. Teviblar bor, bizmi bor. Sultanul Azamning holidan o'tdan xabar olamiz. Turkan xotun unamaydi. Hiç kimning gepiga kirmaydi. Bandalarning muhabbati va tirishchanligi Malik Shohga shifolik baxsh etilmadi. 1092-yili u vafot bo'ldi. Shuningdan keyin o'rdada parokandichilik yuz berdi. Turkan xotun o'zining 5 yoshli o'g'li Mahmudni taxtga chiqarmoqchi bo'ldi. Bosh vazir uningga qarshi turib, cho'ng shahzoda 5 yorug' taxtga varislik qilish kerak dedi. Shuning bilan o'rdada qurolliq to'qinish kelib chiqdi. Turkan xotun dubulga savut kiyib, nozik qo'llarini kaskin shiltib, qo'shinlarni harakatga keltirdi. Bir kunning ichida butun Bag'dod Turkan xotunning qo'liga o'tdi. To'qinishda bosh vazir Nizamul Mulk qazo topdi. Bir meydan fojia bosh vazirning o'limi bilan tezli oyoqlashdi. Turkan xotunga qarshi turg'uvchilar Bag'doddan chekinib chiqib ketdi.
Aradan 3 ay vaqt o'tganda Saljuqiylarning poytaxti Isfahandan kelgan qo'shin Bag'dodni muhosaraga oldi. Shahar ichi ansizlik kuchundi. Ba'zilar eshik darvozalarini taqmoqda, ba'zilar oyoqlarga durib qochmoqda edi. Nurg'un kishilar o'rda cheriklariga qo'shilib, shahar muhofazasiga qatnashdi. Ularni shahar kirgizmaydi, deb varqiraydi ular. Shaharga kirsa, hammamizni vayron qiladi. Eltamirmu o'pir-to'pir bo'lishib ketgan fidoilar to'pi ichida ittirilib, so'qilib yurib, sepil ustiga chiqib qoldi. Isfahan qo'shini hujum boshladi. Bag'dod mudofiachilari ularning ustiga o'q-yodin o'q yog'dirdi. Yo'g'on toshlarni irg'itib etishdi. Qaynoq suv va qizitilgan yog'larni to'kishdi. Isfahanliklar shaharga besib kirdi. Eltamir tantirab qoldi. Uyoq bu yoqqa qalaymaqan yugurib ketishayotgan cheriklar va fidoilar uni ittirib yiqitibdi. U kiyim-kechaklarini qiyqishtirishga ulgurmay sepil tanlan bidin pastga tushdi. Isfahandan kelgan otliq va piyoda cheriklar ko'ch-ko'ylarga tarqalib ilgirmoqda edi. Eltamir sepildan tushishiga bir to'p cheriklarga duch keldi. Isfahanlik cheriklar uni tutib oldi va ittirib döşgalab 20-30 asrning o'ttirsiga elib, tizmangdab qamchilari bilan savab ketayotgan otliq cheriklarni ko'rdi. Eltamirmu shu asrlar to'piga qo'shilib qoldi. Zavon vaqti yaqinlashib qoldi. Mahmud Qashqar bilan Gulpari Eltamirning yo'liga qarab ko'zlari teshilgidek bo'ldi. "Men o'rdiga berib Eltamirning istak so'rqini qilib boqay", dedi Mahmud. U o'rdining oldidagi kang maydonga kelganda bir to'p cheriklar uni to'sib oldi. Cheriklar Mahmudni birdan so'roq qilishgandan keyin ularning boshlig'i buyruq qildi. "Tutinglar uni, opret gunduqqa solib qo'yinglar. Keyin da'vochilarni surishtirib olsin." Nayzu tutgan to'rt cherik Mahmudni ittirib mangdi. "Gulpari yolg'iz qoldi", deb yuragi aytishgan holda o'yladi Mahmud, lekin gap qilmadi. Gulpari kechicha uxlamay yig'lab chiqdi. At sahardala Gulpari turkanjisini yepilib uydan chiqdi. "Dadam bilan Eltamirni izlayman", deb qisqali tushuncha berdi u qeri xizmatkorga. Shu kuni va ertasi bo'lib 2 kun Gulpari ko'chma-ko'cha yurib, divan, qozixona va turli mahkamalarni oralab chiqdi. Ba'zi yerlarga kiradi, ba'zi yerlarga kirolmadi. Kirgan yerlarda sapla yangi amaldorlar bo'lg'ashqa, ular Eltamirni tonimaydi. Mahmud Qashqarning nomini anglagan bo'lsa-mu, o'zini ko'rib boqmagan edi. Uning ustiga ular bu ikkaylarning nima bo'lganligini, hozir qayerda ekanligini bilmaydi. O'smir Sultan Berik Yoruq vazirlar bilan o'rtaga kirdi. Turkan xotun va uning o'g'li Mahmud qatl qilindi. Xaloyiq Gulparini oraga elib, o'rda oldiga to'plashdi va Mahmud Qashqarni Gunduxondan chiqarib etishni talab qildi. Yangi bosh vazir Mahmudning qamalganligini uqib, xafa bo'ldi va Mahmud Qashqarni ozod qilish to'g'risida buyruq berdi. Mahmud Qashqari Gunduxondan chiqib, darvoza oldida to'xtab qoldi. Sanjaq bo'lib to'plangan xaloyiq uni kutib turardi. Gulpari yig'lagan peti kishilar orasidan etilib chiqib, o'zini Mahmudning quchog'iga otdi. "Dada, keling dada!" Mahmud Eltamir yozgan xotirlarni elib, o'rdada muhim xizmat qilayotgan Navsuriga berdi. "Bu asarning muallifi kim?" so'radi Navsuri. "Peyqarning bir yetim shogirdi", dedi Mahmud. Aradan 5 kun o'tganda bosh vazir o'zi Mahmud Qashqarning huzuriga chaqirdi. "Siz taqdim qilgan asarni zo'r qiziqish bilan o'qib chiqdim", dedi u. "Sizning o'z shogirdingiz hozir qayerda?" Mahmud Eltamirning ahvolini so'zlab berdi. "Bundoq odamlar bizga kerakli", dedi bosh vazir.
Onu Gündüxandan azad qilamiz. O yana ordida tarixchi bo'lsin. Eltamur shu kunila Gündüxandan bo'shtirdi. Anlavatqaninglar, beli qutoridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Qayta qad ko'targan Madrasa-i Mahmudiya. 1505-yili Bag'dod xalifasining o'rdisiga Qashqardan elchilar keldi. Bosh elchi xalifaning qubulxonasida Mahmud Qashqari bilan ko'rishdi va uningga Sharqiy Qorxoniylarning hozirgi xoqoni Arslanxonning maktubini topshirdi. Ahmad Arslanxon oliylari sizga salom aytdi, dedi u. Qora xoqonimiz sizning Qashqarga qaytib berishingizni orzu qiladi. Mana bu Arslanxonning Mavloni hazratlarini Qashqarga taklif qilib o'z qo'li bilan yozgan xati. Mahmud xatni shu yerda o'qib chiqdi. Yurtimni bak seg'indim, dedi u. Endi ketaman. Qashqarga ketmasam bo'lmaydi. Uning ovozi titrab ketdi. Qashqar elchilarining karvoni Bag'doddan chiqib, kun chiqish tarafga yo'l oldi. Qator tizilgan to'gilar va otliq muhofizatchilar uzun so'zilib, poyonsiz cho'lga ishkirlab ketib-atdi. Mahmud Qashqari karvonning o'ttirsidagi bir to'gining ikki lokisi oraliqida bekitilgan soyvanlik o'rindiqda o'tirdi. Ilgari Mahmud faqat Qashqarga ketishni o'ylaydi. Mana endi karvon Qashqar yo'liga ilgirlagan sari xuddi uning Bag'dodda intayin muhim, qadrli bir nima qilayotgandek tuyulib ketdi. Bu shaharda o'tgan kunlarda u go'yoki dod bosmas plastik tovlanib chiqdi. Xalqning hurmatiga sazovar ulug' olim bo'lib yetildi. Shu kunlarda u o'zining nodir asri Turk tillar divonini tarixning madaniyat xazinasiga taqdim qildi. Qashqarda Ahmad Arslanxon farishta sifat oqsoqollik olimni qizg'in qarshi oldi. Bu farishta sifat bo'g'ay Mahmud Qashqari hossiga tayinib, o'rda darvozasi oldida bir asnogacha shuk bo'lib turib ketdi. U darvozadagi rangdor sirlangan o'yma naqshlarga, kungurlik sepillarga, sepillar ustidagi naysa tutgan cheriklarga yenish-yenishlab qaraydi. Uning ko'z oldida yiroq o'tmishning xotiralari suratlanishga boshladi. U bolalik va yoshlik chaqlarida bu o'rdaga xuddi o'zining uyiga kirgandek kirib chiqib yuradi. Bo'g'si Muhammad Bug'roxon, otasi Husayn Arslan Ilxon, onasi Bobi Robiya mush o'rnida turgan. Olim darvoza oldida turib, nurg'un asmlarni xiyolidan o'tkazdi. Mahmud Xon sarayda bir necha kun turib orom olgandan keyin Opalga ketdi. Opal xalqi Qashqar yo'liga chiqib, olimni issiq mehri bilan kutib oldi. Mahmud soyvanlik karvada o'tirib, atrofga to'ymay qaraydi. Og'zi qal'asi ko'rindi. Uning nafsi bo'g'ilib, yuragi ezib ketayotgandek bo'ldi. "To'xtanglar, men tushmay", dedi u. Harfi to'xtadi. Eltamur bilan Gulpari Mahmudni yo'lashtirib, harfidan tushirdi. "Men mush yerda tug'ilgan", dedi Mahmud qo'li bilan qal'ani ko'rsatib. Eltamur, Gulpari va ularning o'g'li Yusuf ulug' olimning tug'ilgan kandiga hayajonlangan holatda kirib keldi. Mahmud Eltamur bilan Yusufni boshlab chiqib, yo'l bo'yidagi bir xarobalikni ko'rsatdi. "Qaranglar", dedi u. "Bu asli madras edi. Buni men soldirgan va Madrasa-i Mahmudiya deb atagan edim. Men Qashqardan ketgandan keyin mutassib kuchlar ilm ma'rifatga bo'lgan o'shmanligi bilan bu madrasa vayron qilib tashlabdi. Balam Eltamur, biz bu xaroblik ustiga, ya'ni yangi bir madras quramiz. Men qayradim.
bu işni ahırga yetküzelmeyi kalsam, sen davamlaştırgın. Çokum şunda kılmaz ata. Dedi İltamur, onun kolunu mahkem kısıp durup. Men mi var buva? Dedi Yusuf. Nemiş kılan iş buyurmaysız? Bu medrese söylüşka ne mi yardımlaşımen? Harablik ornida yeni medres kat götürdü. Çoğun ışıkның baş tarafiga Qizil Sirda Madrasa-i Mahmudiya degan rasm xat yozilgan edi. Darsxonada Mahmud Qashqari qator tizilib o'tirgan taliblarga dars o'tmoqda edi. Men sizlarga til adabiyot va tarixdan dars o'tyapman. Sizlar yana boshqa fanlarni o'rganinglar. Boshqa ellarning hunar san'atiga ortiqchiliklarini o'zlashtiringlar. Buningdan keyin barliq keladigan yangi fan, yangi kasblarni texnika tirishib o'rganinglar. Shunda qilsanglar, o'zinglarni xor bo'lmaysizlar. Elimiz davomli gullab yashnaydi. Yoshlarga kuyinish hissiyoti bilan aytilayotgan nasihatlar ijdohatliq taliblarning qalblariga abadiy o'ngmas naqshlardek chekilmoqda edi. Mahmud taliblar bilan billa madrasadan chiqdi. Jan ko'chadan bir bo'y naqshi eltib chiqdi. Bir o'smir bola naqshiga tankash qilib saboyin chalmoqda edi. Bu qaysi naqsha? deb so'radi Mahmud bo'g'aydan. Men burun anglamoq ekanman. Qaraganda siz boshqa yurtdan kelgan o'xshaysiz, dedi bo'g'ay. Bu naqsha Qashqar naqshi deb ataladi. Azizona Qashqardan Mahmud Qashqari ismli ulug' olim chiqdi. Bu naqshida shu olimga mahdiya o'qiladi. Siz Mahmud Qashqarni ko'rganmi? deb so'radi taliblardan biri. Yo'q, ko'rmagan, dedi bo'g'ay. Lekin bu zot meni va ko'rmagan odamlarning qalblaridan o'rin olgan. No'ruz bayrami. Mahmud Qashqari ko'pchilik bilan birlikda No'ruz buloq yeniga rastlangan so'ringa kelib o'tirdi. Muhtaram hazratlari, dedi bir Mavlona Mahmud Qashqariga qarab. Ko'pchilikning bir talabi bor. Siz ilm fanning yuqori pallasiga chiqishdagi tajriba saboqlaringizni so'zlab bergan bo'lsangiz-gan. Ma'qul, dedi Mahmud. Mening tajriba saboqlarim bak oddiy. Hammasini yig'inchoqlaganda faqatla o'rganish degan bir so'zga markazlashudu. Natija yoritaman degan odam o'zligidan qetirqinib davomli o'rganish kerak. O'rgangan siri, kitob o'qigan siri o'zimizning biladiganlarimiz texi loyiq oz ekanligini, bilishga, o'rganishga tegishli narsalarning nihoyat ko'p ekanligini his qilamiz. Hazrat Mavlona Mahmud Qashqari Bag'doddan qaytib kelib, Opaldagi o'zi soldirgan Mahmudiya madrasasida 8 yil mudarrislik qildi va 97 yoshida olamdan o'tdi. Allah onun bu ruhini qutlug' qilgan. Iltamur yezayotgan xotirasini yuqorqidagi so'zlar bilan tamomladi. Matamli kiyimlarini kiygan Gulpari kirdi. Yezib bo'ldingizmi? so'radi u to'la yig'lab qizirib ketgan ko'zlari bilan eriga qarab. Yes bo'ldim, dedi Iltamur. O odamlar ichidagi yaxshilarning yaxshisi edi. Gulpari shu so'zlarni aytganda yana ixtiyorsiz turda ko'zlaridan issiq yoshlar quyilib ketdi. Iltamurning o'g'li Yusuf Mahmud Qashqarining shirasi ustiga qog'ozlarni qo'yib, tuvandagi qurlarni yozdi. Biz Mahmud Qashqaridek, Yusuf Xos Hojibdek, Balo Sobundek mutafakkurlarning izini besishimiz kerak. Bundoq deganlik hammamiz tilshunos yoki adabiyotchi bo'lishimiz kerak deganlik emas albatta.
Biz ularning insoniyat taraqqiyoti uchun harmay talmay kurash qilish, izdinish, dadillik bilan yangilik yaratish ruhiga varislik qilishimiz kerak. Bovam Mahmudning orzusi, umidi ham vasiydi ana shundoq. Biz o'zimizdan burunqi ilg'ori fikrlik odamlarning izidan menib, ular yetib borolmagan manzillarga berishimiz, ularning yo'lini davomlashtirib, ularning qadamlari yetmagan yangi yo'llarni echishimiz kerak. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Farhod Jilanning Buyuk tilshunos Mahmud Qashqari nomli asari bugun mush yerda tamomlandi. Yoqtirib anglag'iningizga rahmat. Şinjan Üniversitesi bilen Şinjan Beliqut şirketi birleşip işlep çıkargan Beliqut gazetesi Uygur halkının örf-adet, neşr şahs, ibadet, makal temsil, çöçek, rivayet qatarlıq Uygur medeniyet gazetesi gibi bir baha göğerler. Karton ilpe, kanun nizam, işaret tili, fen terbiye, fizika, kimya qatarlıq 600'den artık kesmi sahadaki Uygurca, Xanzuca, önümüzü 3 xil til, 6 milyondan artık söz, avaz hem süret bir gevleştirilgen kompüter yumuşak italı. Bilmegenini Beliqut'un bil, Beliqut gazetesi.